Oddiy qishloqdan milliardlik biznesgacha Anvar Temirov ilk marta barcha raqamlarni ko'rsatdilar. 1 trillion 166 milliard 1 million dollarlik yangi hovlisini 10 tadan ziyod aniq Samarqandda quryapman. Toshkentda Lunacharskida hovlim bor. Toshkentda quryapman hovlilar. Bu yerda quryapman. Butun yangi mashina kolleksiyasini Общий umumiy 70 tadan ziyod. Nimaga hali ham Rolls-Royce yursiz-da? Hozir nimaga Rolls-Royce yo'qligini bitta joyga olib boraman, ko'rsataman. va samarqandlik multimillionerni garderobini qanday bo'lishini bizga eksklyuziv formatda ko'rsatdilar. 100 ming atrofida soatlaringiz bor ekan. Hali hech kim bilmaydigan 8 million dollarlik yangi biznesni ham bu videoda bilib olasizlar. 4 million dollar investitsiya mebel zavodga qilyaptilar. 3,5 million dollar investitsiya mashinaga qilyaptilar. Umumiy hisobda bu zdaniya 7,5 million dollarlik investitsiya dekabrgacha qilinyapti. Joyida hisobga olmaganda Yaxshilab joylashing. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki Anvar Temirov sizlarga 15 ming dollarlik sovg'ani tayyorlab qo'ydilar. Hammaga assalomu alaykum. Millionerlar klubiga xush kelibsizlar. Bugungi mehmonimiz Samarqandlik multimillionerimiz Anvar aka Temirov. Bu intervyuni men 2 oy kutganman. 2 oy sizlar uchun iltimos qilganman. Mana shu kun va nihoyat keldi. Biz ularning uylariga keldik. Bu intervyu shunaqa unikal bo'ladiki, hech kimga ko'rsatmagan ma'lumotlar, pul haqida umuman gapirmaganlar. Mana sizlar uchun eksklyuziv videoni oxirigacha ko'ringlar va eng qizig'i bizni sizlarga sovg'a tayyorlab qo'ydik. Anvar akaga iltimos qilganman. Umumiy hisobda 15 ming dollarlik sovg'a tayyorlab qo'ydilar. 3 ta o'ringa bo'ldik va videoni davomida biz aytib ketamiz. Birinchi o'rin nima oladi, ikkinchi o'rin nima oladi, uchinchi o'rin. Videoni diqqat bilan ko'ring va albatta mana ularga keldik deb o'ylayman. Nimaga? Chunki u yerda 3 ta 8 BMW turibdi. Bilasizlar, ularning mashinasi 3 ta 8. Kelinglar endi taqilatamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka tuzumisiz? Charchamayapsizmi? Sizni besta qilmadikmi? Yo'q. Mana Hammasini so'rab ruxsat oldik-ku, bemalol-ku endi. Tushunishlik uchun biz 2 oy iltimos qildik. Nimaga? Chunki yo'q, mana adam ruxsat bermayaptilar dedilar. Nimaga ruxsat bermadilar aka? Shuning uchun iltimos qildik. Ya aka, ruxsat bermadilar emas, avval fokusdan shunday bo'lib qolganda, Diyorjon. Shuning uchun dadam juda yomon ko'rib, uyda ichlarini ko'rsatganimizda ko'p urushlar eshitganmizda, avval shu xohish bo'lmay birdan bo'lib qoldi. Hozir mumkinmi? Endi mumkin, Xudo xohlasa, shu birinchisi deyapsiz. Ilohim omadli bo'lsin, Diyorjon. Bitta niyat bilan qildim. Men o'zim yosh, o'zimga o'xshab noldan qiynalib, tirishib kelayotgan bo'lganingiz uchun zo'r bo'lsin dedim, Diyorjon. Ilohim eng katta O'zbekistonimizning eng katta biznesmenlaridan intervyu olganingizda ham nima deydi, shu akam barakali kelganda zo'r bo'lgan deb aniq qiling. Xudo xolasa. Faqat intervyuni to'liq olib bo'lgandan keyin aka buncha bering qilmasangiz bo'ldi. Yo'q. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Anvar aka, Toshkentda juda ko'p millionerlarning uyiga borganmiz, mehmon bo'lganmiz va ular uyga ko'rsatishga uyalishadi. Siz uyalmaysizmi? Ko'rsatasizmi bugun bizga? Yo'q, men ham uyda ko'rsatmayman. O'zi dadam aytdim-ku, vazir ko'ndirganmiz. Mana shu kulbada yashaymiz, shu xonadonimiz, ota-onam rozi bo'lgani uchun shu yerga ko'chib kelganmiz. Uyda ichi endi unday qiziq bo'lmaydi-ku. Bu 2 yil oldin qurilgan xonadon. Ha. To'g'rimi? 2 yil oldin qurilgan xonadon. Uni remont qilgan xonadon shumi? Yo'q. Bu boshqami? U sayohatda edi. Avvalgi bir intervyularimizda ko'rsatganimizdagi u dacha bo'lib qoldi. Ha, bu yangi. Bu yangi. Tayyor ekan. O'zimni uyimda yonida edi. Anvar Temirov bilan hamsa bo'lsalaring, bunday deb reklama qilib chiqdi. Realtorlarmi? Ha. Keyin Amir aka degan makler akamiz bor edi. Shu kishi oxiri bir kun shunday o'tirdikda, Anvar aka, mana shu o'zingizning uyingizda oldida sotilyapti dedi. Kelib bitta ko'rib, shuni bilan сделка bo'lib ketdi-da. Shunda bu Boylani mahallasi. Ha, bo'ladi. Shunda tushunishlik uchun Toshkentdagi Lunacharskiy bo'lsa, xuddi shunaqa joy Samarqandda. Endi qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, keling, men bu yerda 3 ta mashina ko'ryapman. Shundan boshlasak, keyin ichkariga nimadir ko'rsatsangiz qachabi? Bo'ldi. Keling. Bu o'zimning mashinalarim. Aha. Diyorjon, bunisi Maybixda o'zim yuraman. Shu 2 yilcha bo'lib, 1 yildan oshdi. Uni olganimga.
avval bunda yurardim X7 da. Bu hozir kim yuradi bunda? Buni ayolim yuradi, bolalarimda olib yurib, nima qiladi. Bunda o'zim yuraman. Samarqandda to'liq shunda yuraman. L9 kimga? L9 onamga sovg'a qilganmiz. Shu onam minadilar. Onamga Mercedes Coupe ham olib berdik. Ular bormi hozir? Yo'q, uni sotib oldik. Yoqmadi onamga. Men ota-onam shunaqangi ham ekonomist nima deydi, shu farzandimga zararim tegmasin, farzandimga ana bo'lmasin deb hamma tomonni o'ylaydi-da. Shu ota-onam boy qilgan. Qachon buni olib bergansiz? Shuning uchun buni minadi, ekonomistni. Buni yaqinda 1 yildan oshdi menimcha-da. 1 yildan oshdi. K8lari bor edi, onam K8 da yurardilar. Uni sotib yubordingizmi? Yo'q, uni singlimga podarka qildim. Ha, singilizga. Nechta mashinangiz bor o'zi? Общий? Общий. Bilmayman, shu 5-6 ta bor. 5 yo'q, 1, 2, 3, 4, yana 5-chini BMW ko'rdim. Keyin bilaman Taho'ingiz bor edi. Общий nechta mana podarka Endi qilgan. общий umumiy meniki emas, ishxonaniki u. Hamma yuksalishniki deb bilaman-da. O'zim olganman, to'g'ri. O'zim pulimga, lekin yuksalishniki 70 tadan ziyod. 70 tadan ziyod. Luxury-lari. Luxury где-то 10 tadan ziyod. 100 mingdan balandliklari 10 tadan ziyod. O anta men Damas'ni ko'ryapman. Bu Damas kimniki, siznikimi? U Diyorjon ishonasizmi, yaqinda oldim unda Damas'ni. Bu Damas meni eng birinchi Damas'im. Yana o'sha Damas qaytib eshitib qoldim. Shu odamda deganni yaxshi pulga oldim. Qimmat. Ha, 1,5 ta Damas beradigan pulga 2009-yil Damas'ni 1,5 ta Damas'ni pulga olganman. Bu siz birinchi mashinangiz, Birinchi mashinam, mazza qilgan mashinam. Qanaqa olgansiz? Nimada bo'lgan? Qanaqa hissiyotlar bo'lgan? Bu zo'r olingan. O'zimda 1,5 ming dollar pulim bor edi-da. Keyin kredit chiqaryapman. Bu dadamning o'rtog'idan olganman. Yaqin o'rtog'i bor edi. U kishiga 1,5 ming dollarni berganman, bermaydi mashinada. Har kun boraman. Qiziq-ku, olishim kerak, bugun minishim kerak. Menga bu Maybixdan ko'ra azizroq chiqqan-da. Keyin shu xafa bo'lib oxiri olganmiz bu mashinada. Keyin uyga olib kelardimda, men har kuni 5 ta turib ketardim-da ishga Navoiyxonada. Ertalab non tarqataman Damas'da. Zavod qilaman, zavod bo'ladi. Hamma qaraydi. Biladi, shu Anvardiki. Anvar Turdingiz. Ha, ketyapti deb ana qiladi. Kechqurunlar uxlashdan oldin bitta qarab qo'yamiz oynadan, 3-etajda turamiz. Oh, bu mashina meniki-da deyman. Juda qiziq ana bo'lardi. Yuvishlar, un tashirdim-da, un ham tashirdim, non ham tashirdim. Har kuni yuvardik. Mana shunaqa sovuqda ham, boshqada ham hammasida yuvib naqlardik. Eng qadrli mashina shu hozir. Da. Uni qiz savol, bitta savolim bor. Shuncha mashinangiz bor, 70 ta mashinangiz bor. Nimaga hali ham Rolls-Royce yo'qsizda? Ha. Hozir nimaga Rolls-Royce yo'qligini bitta joyga olib boraman, ko'rsataman. Ha. Uni video davomida bilib olasizlar. Bilib olasiz. Harakatimiz uchun bitta like bosib olinglar. O'rtog'im bor. O'sha aytgan intervyumizda bu o'rtog'ingizni yaxshi ko'rmaysizmi deganda. Endi bizga jo'ralar shunday, bir-birimizda nimamizdir bo'ladigan bo'lsa, bir-birimizga sovg'a qilib, har doim xursand qilib ketganmiz. Otabek o'rtog'imga sovg'a qildim. Ham yonma-yon. Unga bir narsa bo'lsa men chopib boraman, menga bir narsa bo'lsa u chopib keladi. U ham ota-onasi bilan yashayapti. U ham zo'r mazza qilyapti. Aka, necha pulga tushdi bu uy? 1 million dollarga. Juda uyaladilar, xishvola aytmaydilar. 1 million dollarga bu uy tushibdi. Endi bir qisqacha obzor qilib bering aka bizga. Qarang, uyni ko'rsatmaymiz, mayli Diyorjon. Sizga shu yoshlarimizga qiziq bo'ladi. Ikkita narsa. Mana basseynni ko'rsataman. Bitta shuni ko'ringizlar. Basseyn. Bo'ladi. Basseynga. Qolgan uy hammada shu uyda, boshqacha uy emas. Deb aytasiz, lekin bilamanki, nimadir ichida bor. Просто ko'rsatmaysiz. Tak. Mana shu. Svet momentdan. Svetlarimiz bor. Bu zimniy basseyn. Ha, bu zimniy oldi ochiladi, ko'ryapsizki, panorama. Oldi ochilsa, letni ham shu yerdan qilamiz. Dacham bor. Dachada o'zi let yozda umuman kerak emas bizga. Yozda dacham bor, o'sha yerda boramiz. Ota-onam pastdan o'sha yerda. Dadamni o'zini uyini ham dachada qilib qo'ydik. Shu ketib qoladi dadam bilan. Yo'q deydi, bir xil kunlar kelaman, qarang desam, o'zlarining hovlisiga ketdi. Nimaga ketdilar desam, bir kun, 2 kun men ham hovlim sog'inaman, uyimga sog'inaman deb ketib qoladi. Zimniy basseyn bo'lsa, значит, turistskiy hammam, sauna, bilyard, kinoteatr hammasi bormi? Hammasi bor.
Ular endi ko'rsatiladigan narsalar emas. Yana nima ko'rsata olasiz bizga? Mayli yuring, sizga qiziq bo'ladigan soatlar ko'rsatamiz. Soatlar, garderobingizni ko'rsatasizmi? Mayli yuring. Yuring, garderobni ko'rsatamiz. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours. Qiziq savol yana. Nechta uyingiz bor? Buni uyimi? Ha, nechta uyingiz bor? Ko'p. Anonisi o'cha, barakasicha. Bahrom aka aytgan-ku. Nechta otingiz bor sizni? Sanamaganman. Taxminan. Barakasi tushib ketadi. Hop, nechta taxmina bor? Shuncha. Bir 20 tadan 10 tadan ziyod aniq Samarqandda quryapman. Toshkentda Lunacharskida hovlim bor. Aha. 5,5 sotuq. Toshkentda quryapman hovlilar. Bu yerda quryapman. U sotish uchun. 10 ta uyda o'siz. 11 mingta uy quryapsiz, tam 100 ta, 200 ta qora kunga olib qo'ymaganmisiz? Diyorjon, bu qarangda. Ham yoshlarimizga, ham sizga buni qora kunga degan narsani aniq qilmang. Nimani Xudodan so'raydigan bo'lsangiz, o'sha narsaga aniq duchor qiladi-da Xudo. Niyatga yarashadi. Niyat yaxshi bo'lsa, shunday tinch yurtda nima kerak u qora kunga, anaga? Xudoga shukr. Shunaqa o'sish bormidi? Men o'zimda yoshimda, men otam ko'p aytadi. Pastdan o'zim ham aytib yuraman Instagramda. Bugungi zamondan noligan odam ko'r bo'ladi deb ko'p aytadilar-da dadam. Chunki u kishilar nimalarni ko'rgan biladi-da dadam. Men yoshimda birinchi bir xonalik uyini olgan dadam. 34? 34 yoshida olganlar. 34 yoshda biz borib kirganmiz uyga. Undan keyin o'sha uyni sotib men biznesimni boshladim. O'shanda. Shu garderobga keyin obzor qilamiz. Men bu yerda ko'ryapman, soatlar bor. Soatlarim. Keling, men bitta narsa. Diyorjon, bitta narsa qilamiz, Xudo xohlasa. Ikkinchi o'rningizga. Bu yerda Montblanc soatim bor edi. Mayli, men shu soatimni beraman. Tissot soatim. Tissot soat. Zo'r, yaxshi soat. Nech pulli? 2700 mi, 2600 mi shunday oldim. Xullas, $3000. Tailanddan oldim. $3000 soat ikkinchi o'rnimizga, mana ikkinchi o'rinni aniqladik. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, yana o'rinlarni aytamiz. Xo'p, keling, ularga bitta obzor qilaylik-da. Eng qimmat soat mana bumi sizda? Mana shu Hublton bo'ladi. Xo'p, eng qimmati shu. Hubble skeleton. Mana shu eng qimmat soatim. 40 dan ziyodga tushdi menga. $40,000. 40 dan ziyodga tushdi. Bu Samsung yangi anonsi ekan. Yaqinda Londonga borganimda o'sha oldim. Yurdimda bu yerdan olib ketmaganim uchun o'z shagamerim bor edi. Keyin buni anaga qildim. Shunday. Louis Vuitton bu birinchi soatlarimdan biri. Eng qimmat birinchi olgan soatim mana shu edi. Bu nech pul? Mana qilib. Buni 12,000 yevroga olib kelib bergan Shehroz aka degan akam olib kelib bergan. Men bu nech pul qaysi? Bu Rolex bu. Bu Rolex. 28,000 bu. 28,000 $. Buni olishim zo'r bo'lgan. Bu qiziqligi xuddi mana shu, mana bu. Bir kun to'yda o'ynab, sal sho'xlik qilib, buni tushirib sindirib qo'ydim-da. Narsalarni. Xuddi shunaqa oldim. Bu soat yoqadi-da menga. Rolex. Keyin xuddi shunaqa yana oldim. Men 28,000 yotibdi qachondan beri. Qaysi ustaga olib borsam, "Yo'q, ocha olmaymiz, biz bunaqa qilmaymiz." Men bu nech pul? Bu unday qimmat emas. Bulgari 10,000 ziyodroq. Cartier. Bu Cartier. Bu ham 10,000 bo'lsa kerak. Bu ham 8,000, 10,000 shunday. Bil eslolmayman shunaqa. Umumiy hisobda shunda taxminan bir 200,000 atrofida soatlaringiz bor ekan. Soatim ko'p edi. Ukalarimga sovg'a qildim. Anavi Rolexlarimni berdim yaqinda. Anvar aka, savolim bor-da. Hammaga nimadir sovg'a berasiz. Uy berdingiz, soat berdingiz, mashina berdingiz, nimadirlar beryapsiz. Nimaga namuncha qo'lingiz ochu? Ma'nosi bormi? Maqsadi bormi bu narsada? Endi maqsadi Xudoyim beryapti. Men bunday qilib qisganimdan undan nima foyda? Mendan ham foyda bo'lsin, mendan ham odamlarga ana bo'lsin. Yo'q, mana kimdir sizga oldinlari sovg'a berganmi? Anvarjon sovg'a sanga deb kimdir berganmi? Shu undan ibrat olib qolsa yoki hech kim bermagani uchun beryapsizmi hammaga? Men ko'rmagan narsalarni qilay. Men sababchi bo'lay. Men lekin biznes qilib boshlagan paytimda juda ko'p har xil to'siqlar anolar bo'lgan. Faqat hali ham Xudoga shukr, dadajonim juda ham dunyo ko'rgan, fikrlash keng insonlar dadam. Dadam faqat bos derdi. Bos. Mayli. Sen o'ta puling ko'p emasdir, lekin yaxshi obro' bilan, insof bilan ishlab olam. Puldan ham ko'p narsa turadi.
Faqat nom uchun ishla, nom uchun ishla. Ertaga ko'rasan, Xudo xohlasa, noming sening uchun ishlashni boshlagandan keyin u pulni eplolmaysan deb juda ko'p aytarlar. Xudoga shukr, o'sha aytganlarimni sal 10% keladi. Hozir Xudoga shukr. 11 ming to'y quryaptilar. Bu endi 10% bu degani necha ming to'y qurmoqchisiz? Ha, Xudo xohlasa katta shaharlar quramiz. Xudo xohlasa, niyatlarimiz katta. Shaharlar qursangiz, biz ham yoningizda intervyu olib yuraylik, Xudo xohlasa. Birga bo'lsin. Bu berasiz ikkinchi o'ringa qanaqa, nima qilsangiz? Men buni cho'nchakka solib qo'ydim. Aytasiz. Ha, Xudo xohlasa. Bu yerda men taqdirlangan narsalarim bor. Jacobenko bormi? Yo'q edi. Ha, qo'lingizdami? Jacobenko bor. Bu necha pul? Bu 20 ming ziyodroq. 20 ming dollar. Ziyodroq ana. Bu nima? Medal, Bu guvohnomasi. ha, bitta yaxshi narsa bo'lgan. Prezidentimiz nazarlariga tushib mana shu prezidentimiz qo'llari bu millionlardan qimmat narsa u. Ishonchlariga, bir nazarlariga Qachon berganlar? Shuhrat medali oldim. Qachon? Shu yil oldim. Shu yilmi? Shu yil oldim. Safarda edik. Viloyat hokimimiz topshirdi keyin. Duo qildilar. Viloyat hokimimizdan qancha rahmatlar eshitib oldim. Bu juda eng qimmat olgan sovg'alarimdan shu. Otamning duosi, mana shu narsa hozir. Shuncha mehnat bitta shu medal bilan ko'rsak bo'ladi. Bitta medal, siz uchun bitta medalda, bizlar uchun medal. Bu juda qadrli, yaxshi narsa men uchun, eng yaxshi ko'rgan narsalarimdan. Tak, mana bu yerda duxiylaringiz bor. Eng yaxshi Bular ana qilmang. Shuda endi. Garderob mana. Hop, garderobda ko'ryapman, hammasi Louis Vuitton, hammasi Gucci. Hozir shu faqat avval 2-3 yil oldin yaxshi ko'rardim shuni. Emblemasi ko'rinib turadigan narsalarni. Hozir faqat shu Loro Piano, Zegna, Brunello. Ko'proq Stefano Ricci hozir qilyapman. Shuncha kiyimingiz ko'p. Ertalab qiynalmaysizmi? Nima kiysammi ekan bugun? Qiynalmaysizmi? Yoki narxingiz bormi? Stilistlaringiz bormi? Har kuni men buni kiyin, men buni kiyin deb turadi. Ayolim har kuni qilib qo'yadi. Har kuni ertalab. Shu narsaga vaqtim ketmasligi uchun har kun o'zi bitta narsani bitta qilib qo'yaveradi. Har kun bitta kiyim kiyishga qilmaydi. Nima deydi? Har doim qoldirmaydi. Har kuni yangi qilib. Kiyimda ham qimmat sumkalar ko'raman. Gucci, Louis Vuitton, Boss, Bizada Dior, hammasi brend. Nega shu brendlarga qiziqasiz? Oldin ham shunaqamidingiz? Yo'q. Endi hammasi imkoniyatdan kelib chiqib bo'ladi-da. Xudoyim berdi, keyin ayolim ham shu yaxshi narsalar olsin, yaxshi narsalar kiyib yursin. Eng yaxshi ko'rgan oyoq kiyimingiz qaysi bo'ldi? Eng yaxshi ko'rgan oyoq kiyimingiz. Meniki eng yaxshi ko'rganim hozirgi kunda mana shu On brendiniki juda yengil, juda anavi Sportivniy. arzon, lekin juda ham anonisi zo'r. Mazza qilib kiyasiz. Hop. Shu pul odamlarga qiziq, bitta pulli savol beraydi aka. Umumiy hisobda nech pulli bo'ldi kiyim? Uni qo'ying. U juda anavi savol. Qo'pol bizlar uchun qo'pol savol. Qo'pol. Taxminan bir bor. Adashmasam 100 ming, 200 ming kiyimni o'zi soatlar inobatga olmasak. Ayla. Tak. Endi nimani ko'rsatasiz? Nimalar bu yerda bor? Bu ishga chiqib ketamiz, Jorjon. ishga. Asta Xudo xohlasa ishga chiqib ketamiz dedi. Bir aylanib, ko'rib, hammasini. Kuningiz nechida boshlanadi? Har xil viloyatlarga chiqishimda bugun siz kelishingizni anavi qilib ertaroq chiqmadik. Atak viloyatlarga chiqib ketadigan bo'lsam, ertalab barvaqt 5:30-6da chiqib ketaman. Har kuni. Yo'q. Chiqib ketadigan kunim. Atak ishga 7:30da уже ishga chiqaman. Birinchi obyektimda aylangan bo'laman, birinchi obyektimni ko'rgan bo'laman 7:30da. Shu bilan keyin ketdi. Kunimiz boshlanadi. Переговор bu. Viloyatlarga chiqsam ham, Samarqandda bo'lsam ham, lekin soat 12:30-12da kelaman uyga, obetim qilaman, uxlayman. Viloyatda bo'lsa shu ofisimda boshqanda obetim qilaman, 1 soat, 2 soat uxlab olaman. Hozir olib ketamiz, to'g'rimi? Ketdik. Lekin yaxshi ekan baseyningiz bor-ku. Zo'r ekan. Bitta shu basseyn uchun oldik-biz. Anvar aka, savol oxirgi savolim bu edi. Mana bilaman, siz noldan ko'tarilgansiz, kichkina joylarda yashagansiz. O'zi bilarmidingiz, что shunaqa natijalarga shuncha uyim bo'ladi, 11 mingta uy quraman, 70 ta mashinam bo'ladi, shuncha soatlarim, kiyimlarim bo'ladi deb o'yladingizmi? Vahim aqvarmang. Xudoga shukr. O'ylamaganmiz. Odam o'ylamaydi, lekin nima deydi? Onam ko'p aytgan, men katta onam, dadamning onalari
bolam sen tishlaring orasi ochiq, sen boy bo'lasan deb uspokоить qilib aytardilar. Keyin o'zimda ishonch juda katta bo'lgan. Men xudo xohlasa katta ishlar qilaman. Har bitta ishni qilishimda mana shu menimcha, meni zolotoy kartam mana shundan keyin zo'r bo'lib ketsa kerak. Faqat ana shunaqa qilardim. Chunki ondan ziyod biznesdan o'tib keldim. Har bitta biznesda boshlagan paytim, значит, mana shu ekanda, shundan ko'p pul topar ekanman-da deb ana qilardik-da. Xudoga shukr. No, men shunaqa ahamiyat berganman, necha oy tanish bizni. Juda oddiy, juda skromnilar, umuman kibr yo'q. Mani pulim yo'q deb yuraveradilar, menga pul kerak deb yuraveradilar. Umuman kibr yo'q. Hammamizga nasib qilsin. Like bossanglar, bizni qurilishga ketdik. Mana shu mahallada, o'zimizda mahalla endi. Bizlar ham shu yerlik bo'lib qoldik. Lunacharskida. Bu bitta bo'lsa, u yoqda ikkita hovli quryapman. U bor. O'zingizgami? Yo'q, sotishga. U 21 sotixga qurayotganim o'zimga. Shuncha uy quryapsiz 11 mingta. Bu sizga nima kerak? Дополнительный доходmi? Ha, endi yaxshi biznesda bu. Qarang, mana bunaqa narsalar borda, eng qulay shartlar qilyapman-da bunaqa narsalarda. Hovlilarni ham rassrochkaga olish mumkin. Ko'p narsalar har xil. Mashinalarga hisoblab olyapmiz. Nima uchun mashinalarga hisoblab olayotganimizni bugun tushunasiz. Shaning xudo xohlasa nechta narsani qolgan intervyuchilardan yashirgan bo'lsak, sizga hammasini ochib beramiz. Xudo xohlasa, rahmat. Shunda hozir o'ni beravergan uyingiz ham shu yerdami? Mana shu men eski uyim, Tabek jo'ram turibdi. O'ni 500 ming dollarga remont sarflaganman, intervyu degan uyingiz emas-ku? Diyorjon. Bu emasmi? Uncha ham qalin jo'r emasmiz. 1 millionga tushadigan. Atiga 400 minglik jo'ramiz de. Ha, 400 ming. Ya hazillashdi. Ya u endi dachaga deb qilganmiz. Otabekda o'zi ham borib turmaydi va bu yoqqa uzoqlik qiladi-da. Ishxonamiz mana shu yerda, bizga yaqin. Ikkimiz bitta zo'r tarafi bo'lgan. Ikkimiz yonma-yon turibmiz. Yonma-yon turibmiz. Menga bir narsa qilsa, u xabar oladi. Alisher ham shu yerda yaqin. Alisher sotib oldi. 280 mingga dahovli qurdim. Klientga sotayotgan narsamda, ber jo'ra, men senga beraman, ista dedi. Alisher sotib oldi. Adashmasam restoran ham ochganmisizlar? Alisherga chiqadi, siz o'tda restoranda bo'lasiz. Yo'q, restoran meniki emas. Diyorjon, restoran Alisher o'rtog'imniki. Men arendaga berganman faqat. Joyi arendaga bergansiz. Stories post qarasam qo'yasiz. Endi yordamda. Jo'ram, mana shu jo'ralarimni, komandamni biznesi, anonsi topishi yaxshi bo'lsa, bilingki, menga ham zo'r. Shularga zo'r bo'lsa, shuning uchun qo'limdan kelgancha. Men o'zi ishonasizmi, mana любой yoshlar, opalar, singillar belgilaydi-da, o'zining bizneslarini aniq qilib, farq yo'q qo'yiraman. Meniki pullik degan narsa bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, xalq ko'tardi shu Instagramda, Anvarda, xalq foydalanaversin, bemalol hammaniki. Ajoyib. Ko'p millionerlarda ahamiyat beraman, juda qo'li shu. Mo'j siri shundanmi deyman orada. Shunday. Savolim bordi, boya aytdingiz, men 5 ta, 6 da, 7 da chiqib ketaman ertalab. Siz nima qilib turasiz? Kunda barakasi bor-da. Qarang, ertalab Xudoyim rizq tarqatyapti degan hadislarimiz bor. Har xil shunaqa otamdan ko'p eshitib kelganman. Erta turganga Xudo beradi. Har doim shunaqa turasiz. Endi 99% emas bo'ladi. Men ham uxlayman ba'zi kunlari 7:30-8 gacha. 7:30-8 gacha. O yoshlar umr 12 gacha uxlayapti. Ishonasizmi, hayotimda bo'lgan bo'lsa yo 2 marta yo 3 marta bo'lgan. U ham qanday? Kechasi bilan uxlamay biror joydan safardan kelib uxlagan bo'lsa mana shunday bo'lgan. Atak biron marta bilmayman, uxlay olmayman. Shunaqa tarbiya berishganmi yoki o'zingizmi siz? Shunaqa. O'zim shunaqa anada endi tarbiya, конечно, tarbiyadan bo'lib chiqadi hamma narsa. Yo'q, adizam voqli turadilarmi demoqchi. Yo'q, dadam qarang, 30 yildan beri soat 5 da turib velik haydaydilar. 30 yildan beri. Faqat safarga ketsalar haydamaydi. Tasavvur qiling, disiplinalariga yana har kun qishda, sovuqda, yomg'irda hammasida haydaydilar. Hammasiga kiyim qilib olganlar. Har kuni. Siz haydamaysiz.
Yo, men velga aydamayman, men pishkom yuraman. Sport bilan shug'ullanasizmi? Hozir вообще Yo'q. yo'q. Oldin. Oldin shu bolalarga qiziqib borib turardim. Hozir endi o'zim zallar, hamma narsa qurdim. Qani ko'ramiz. Ishlar sanjab qilsak, Xudo xohlasa qilamiz. Xudo xohlasa. Diyorjon, mana shu obyektimiz Xudo xohlasa yangi yilga topshiraman. Nomi nima buni aka? Bu New York City. New York City. Men adashmasam, menga bitta obyekt topshirgansiz. Bu Eco City'ni topshirganman. Hamma Eco City ko'rdi. Premium mayli 9-etajga keldi. 26-iyunga Xudo xohlasa kattasi zo'rini topshiramiz. Endi yangi yilga berib topshirmoqchiman. Bu yerda necha mingta xonadon qurgansiz? Bu yerda общий 930 ta, 740tasini topshiraman. Xudo xohlasa Sotilib bo'lganmi? Yo'q, 100% sotilgan. Berlar. Bizning obyektlarimiz qarang, 0 dan ko'tarilsa shu sotilib bo'ladi, diyorjon. Ha, yo'q. Ha. Shuning uchun Xudoga shukr, savdomiz, barakamiz boshqacha. Bu yerda sotib bo'lganmiz, egalariga Siri nimada? Xudoyim berganida. Xudoyim Shunda tinchlikda, ota-onam duosida, Shunda jamoani ishlashida. hamma uy sotildi, bu uy sotildi, yana qayerda sotilgan? Hammasi почти nima boshlasangiz uni zapus qilsangiz sotilib ketadi. Hozir qarang, 9000 dan ziyod klientim bor. 9000 dan ziyod klientim bor. 3500 dan ziyodini topshirganman. 730 tani shu yil yangi yilga topshiraman. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Yangi yil bunisi yili 26 da iyunda Xudo xohlasa yana topshiraman. 3200 ta topshiraman. Ha, mana savolda hamma aytadi, men shuncha uy quryapman, misol uchun 15 mingta, 20 mingta uy qurish muhimmi yoki topshirish muhimmi odamlarga aslida? Конечно, topshirish muhim. Ko'p quruvchilar quradi, ochadi, hamma joyda ofis qiladi, ana qiladi, lekin topshirish. Bizda shuncha klientni ishonchi, anamizdan o'tib oldik, Xudoga shukr. Ko'rsatib berdik. Mana shunday topshiramiz biz. Mana bunaqa biblioteka qilamiz, bunaqa narsalar qilamiz. Shtop aytilganimiz faqat gap emas, amalda ham ko'rsatib berganmiz. 10 loyihada shuv bo'lgan kutubxona bor. Bu yerda ham bor kutubxona? Bu yerda ham kutubxona bor, fitness zali bor, lekin undagidek katta emas. Bu yerda bitta zo'r unikallik narsa qilyapmiz. Tennis qilyapmiz. Padel uni millioner o'yini, padel. Shunaqa narsa qilib, havas qildim o'zim. Mana shu yerda bolalar maydonchasi 2 etaj bo'layapti-da. Pastida zimni bo'ladi. Ota-onalar o'tiradigan, hamma hamshira xalqni yaqinligi, oqibat degan narsalarga ta'sir qiladigan narsa qilyapmiz. Choyxonada tepasida faqat shunaqa padel bor, hamma narsa tepada. Kutubxona deganimga o'zi millioner bo'lish uchun kitob o'qish kerakmi? Ya endi kitob yaxshi narsada ko'p fikrlashingiz, dunyoqarash ko'p narsaga ta'sir qiladi. Millioner bo'lish uchun kitob o'qish kerakmi shunda? O'qiganmisiz? Ha. Nechta kitob o'qigansiz? 10-15 tadir. Haligacha o'qiysiz? Ha? Vaqtim bo'lganda mana sayohatga chiqqanda обязательно olib chiqamiz, o'qiymiz. Toshkentdagi proyektlarda e'tibor berganingizda shunaqa narsalar bor. Lekin Toshkentda mana shunaqa uylarni 1000 dan ziyod sotishadi. 1,5 ming, 2 ming. Siz necha pul sotasiz? Birinchi boshlaganmiz 5,5 milliondan boshlaganmiz. Xo'p, savol, qiziq savol. Shu uyda o'zi yashirdingizmi? Обязательно. Har bitta obyektimizda o'zimizda odamlarimiz yashaydi. Yo'q. Ammalarim yashaydi. Yo'q, chunki men bilaman, mana uchastka quryapsiz, o'zingiz qursangiz, zo'r materiallardan, zo'r narsadan bu yerda turadingizmi o'zingiz? Turaman. Agar uyim u yoqda uyim bo'lmasa, nimaga turmayman? Sifatlimi? Shu yerda o'zini qurgan prorabni birinchi etajda yashaydi. Ha, u должен shunaqa yashaydi. Ha, bitta beramiz shunaqa. U nima uchun? Ertaga shu yerda nima muammo bo'ladigan bo'lsa, u yuksalishda ishlaydi. Eshigini taqlatib keladi. Faloncha meni buni bo'ldi, suvim bo'ldi. Bo'ladi baribir. Hamma qurilish kompaniyasida nimadir kelib chiqadi-da yillar davomida. O'sha paytiga biz shu yerdamiz. Любойдami. Necha ming uy topshirgansiz shunda? 3,5 ming, 3530 bitta aniq kolичествоmiz bor. Kadastra chiqqan uylarimiz. Buni topshiramiz 730 ta. Undan keyin 2026-yilga kelib 80% dan ziyod bo'ladi. 26-yil, 26-iyunda har yil tug'ilgan kunimda katta ob'yom topshiramiz. Shu yili Xudo xohlasa 80% dan oshamiz. O'sha faqat klientlardan 20% anonim qoladi. Lekin bu degani bir 9000 uy topshirasiz. 9000 ta topshiraman, Xudo xohlasa. 3 yil keyin faqat pul teradigan davrimiz qoladi. Xudo xohlasa. Xo'p,
Bu yerda yana nima ko'rishimiz mumkin yoki boshqa loyihaga boramizmi? Nima bu yerda ko'ramiz? Ketdik, ofisga boramiz. Ofisga o'tamiz. Keyin hech kimga ko'rsatmagan, hech kimga hali aytmaganman, hech qayerda ham. Yaqinda ochiladi. Bitta biznesimiz уже ochilgan, ana qilgan, lekin kattalashganini ko'rsatib beraman. Yangi bizneschi. Bitta yangi biznesimiz bor. Nima uchun u biznesni qilyapmiz, uni ham aytib o'taman. Ket. Bo'ldi, ketdi. Bu men xonam. ofisimiz. Ana u. Har doim shu, o'zgarmagan. O'zimizdek. Tashakkurnomalar. Muncha ko'p. Ha, Xudoga shukr, hozir ko'p. Eng qadrlisi bu yerda qaysi? Eng qadrlisi. Hammasi. Mana viloyat hokimimizniki Aziz Muzaffarovich bog'cha qurib topshirdim. O'shanda buni berdilar. Bog'cha qurib o'z qurdingizmi? Fazliddin Karimovichniki, shahar hokimimizniki. Ha? Bog'chani ham qurasizmi? Yo'q, u o'zim o'qigan bog'chani, ukam ikkovimiz o'qigan bog'chani qurib topshirdik. Bizlar shuncha davlatimiz bizga anaqa qilyapti. O'sishimizga imkoniyat, hamma narsani yaratib beryapti prezidentimiz. Bizlarda ham nimadir rahmatimiz bo'lishi kerak-ku. Adashmasam o'tgan oymi naq qo'ydinglar. Maktabni rekonstruksiya qilib beramiz. U ketyaptimi ishlar? Ha, ketyapti. 3 ta maktabda ketyapti. Bunisi o'zim o'qigan institutda eng zo'r bitiruvchi degan, shu bitiruvchilarning ichida katta ana ko'rsatgan natija. Tashakkurnoma bu ham institutimizdan, viloyat prokurorimizdan olganman. Tashakkurnoma, bitta mahalla binosini qurdik, maktab qurdik, o'shanda beruvdilar. Viloyat prokurorimiz. O'z bilan faxrlanasizmi mana? Oldinizda bo'lganmi shunaqa tashakkurnomalar? Oldin bo'lmagan, hali faxrlanamiz. Hali otam faxrlansin, onam. Ha, yo men eng zo'rman, men bunaqa degan narsa yo'qmi? Bular qancha zo'rlar bor, aka. Mana bu vazirimizdan. Botir Zokirov. Botir Zokirov. Qarang mana. Oldin siz ertalabdan uni yonib ishlagansiz, hozir ham shumi? Eski Anvar aka bormi yoki sal naqa energiya olov pasayganmi? Unday pasaymagan, lekin hali ham yonib harakat qilamiz-ku. Lekin eski baribir bo'lmaydi. Qandaydir pul topib, natijaga erishsangiz, sal komanda oladi ishlaringizni. Aka men qilaman deydi, jo'ra qo'y, bunisini men tortaman, bunisini men tortaman. Har doim shu bunisi qilgan loyihangizni qilgandan keyin loyihadan ko'ngil to'lmasligi kerak qilgan ishda. Ikkinchisi bundan zo'r qilaman, bundan zo'r qilaman. Ana shunda menda shunday. Buni qildim. Masalan, bo'ldi, bitta degan kayf oldim, tamom, ketdi u yog'i, yana dalishni zo'r qilib ketaveramiz. Yanada nimadir yangilik qo'shishim kerak, nimadir zo'rroq qilishim kerak deganda. Bu ofisda ko'p vaqt o'tkazasizmi? Yo'q, juda kam, pashti. Ertalab shu 1 soat. 1 soat. Nimalar bu yerda kerak ideyalar, uni nima? Bu yerda hech narsa kelmaydi. Bu yerda faqat rasxod qilamiz, chiqib ketamiz. Bitta stress ushlaysiz, rasxod qilasiz, ketasiz. Shunday. Tushundim. Nimalar bu yerda bor yana? Nima ko'rsatasiz? Nima bor? Yo'q, bu yerda hech ko'rsatadigan narsamiz yo'q, shu ishxonani. Tashakkurnomalar bor. Tashakkurnomalarim, asosiy shu medalim uyda. Mana bu eng asosiy ofisingiz, necha yil oldin qurgansiz? Bu 2021-yilda oxirida ko'chib kirganman. Bu zdaniya o'zingizmi? Yo'q, bu arenda. Arendaga. Bu arenda. Ana o'z qurmaysiz? O'zim endi quryapman, 12 etaj ofis, o'zimga ofis quryapman. 12 etaj? Ha, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xonimlar, yaxshimisiz? Bank quryapsizmi? 12 etajli? Hamma narsa ichida bo'ladi, xudo xohlasa. Bank qilmaymiz. Bu bizlar soha emas, ana emas. Faqat ana ular. Umumiy ofisimdagi hamma narsa, hammani she'rga ko'chirib kelaman. U qachon bitadi, xudo xolasa? 2026-yil deta maylarga kiraman. Oddiy mashina bu yerda yo'q, ha? Maybach. Ha, shu ishxonam mashina hammasi. U yangi mashinami? Na, u yangi mashina, Cadillac. Cadillac. Ne ko'rsatma, ne uyda yo'q edi u? U Qarshida Otabek. Anaqa Qarshida shu mashinada yuraman. Bitta obzor qilib bering, yoki Qarshida qilib berasizmi? Mayli. Bu ukamning mashinasi, Infinity bu. Ha, bu Infinitymi? Infinity 280. Bu yo'ldosh ukamniki. Ha, yangi olishdimi? Yangi. Genesis yo'ldosh ukamniki bu. Bu Glaviy buxgalterimniki. Buxgalteriga. Bu Sarento. Bu Nodir akaniki. Nodir aka hozir ko'rgan Nodir aka. Ha, hozir ko'rgan Nodir akaniki. Mana bu kimniki? Bu shu aytdim-ku, Qarshida yuradigan mashinam mana shu. Ha, siz o'zingizniki. Ha, mana shunda Cadillac'da.
Zo'r mashina ekan. Biladimi? Bu 200 mingdan ziyod menimcha. 200 ming. 200 necha minglarga tushdi-da. Qobil degan akamiz bor, o'sha kishidan olganman. Nimaga aynan bu mashina? Zo'r, yangi chiqdi, havas qildim. Elektr mashinangiz bor-ku. Ha, endi qiziqamiz. Nimadandir bizlar ham qaysi ishimizni topshiramiz, katta ish qilgan paytimizda bitta o'zimni xursand qiladigan narsa olaman. Ha, savol-da, Anvar aka. Mashina olish qo'yib to'xtatasiz. Xudo xohlasa o'saversam, o'stiraveramiz. To'xtatmaysiz. Bunda ketamizmi endi? Bunda ketamiz. Yo'q, unda ketamiz. Samarqand. Bu Otabek bilan keyin Qarshiga chiqib ketamiz. Ha, yo'q, bunda ko'rsating deganingizga ko'rsatyapman. Mana shu. Eshityapsizlarmi? Yo'q, bunda ketmaymiz, bu oddiy mashina. Ya bu Maybach-da. Ha. Bundan Qarshiga ketamiz. Xudo xohlasa Qarshida bunda ketamiz. Bu shu ichlari hammasini ko'rsatamiz. Shu yurgan. Bo'ldi, o'tdi. Obzor qilib yuboramiz bitta unda. Endi qayerga ketyapmiz aka? Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Mana shu odamlardan o'rganamiz, oddiylikni qarang. Shu bino, shuncha narsa shulardiki, oddiy aka deb anaqilar. Samarqand o'zi shunday. Siz ham shunaqasiz, siz 11 minutga uyqu. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aka, hammaga aka deb yurursiz, aka. Lekin skromnostga vasha qoyil qoldim. Juda oddiy kibri yo'q odam Anvar aka bo'ladilar. Eslab qolinglar buni. Unday deyverib gupillatmang. Xudo xolasa endi mana buni ko'rdik. Ketdik. O'sha hech kim ko'rsatmagan narsani ko'rsatamiz yo'ldosh. Yo'q. Unaqa hech kimga ko'rsatmagan narsami ko'rsatamiz. Yo'q, anaqa. Like bosinglar, mana shuncha narsa ko'rsatyaptilar, shuncha narsa iltimos qildik. Bizning mehnatimizni bitta atsin qilib like bosinglar, obuna bo'linglar. Avtosalonni ko'rsataman. Yürütemiz Nokia'da bir günü yaparım ama Tony Montana diyeyim. Gece uhlamin işledim, oyladım. İspatlaşım gerek verişine pul yak kanal. Anvar aka, qayerga keldik? Diyorjon, mana sizga aytgan yangi biznes joyimiz. Avtosalon ochyapman. Avtosalon? Samarqandda Yuksalish Motors bo'ladi. Samarqandda ko'p avtosalonlar, lekin bunaqa premium klassi, mana Toshkentdagidek premium klass avtosalonlardek avtosaloni yo'q. Shuning uchun shunaqasini ochyapman. Nimagaligini hozir ichkari kirsak aytib beraman. Mana shu avtosalonimiz, Xudo xohlasa yaqin kunlarda ochamiz. Xo'p, savol. O'zi quruvchiga nimaga mashina salon kerak? Avtosalon nimaga kerak? Zo'r savol bo'ldi, qarang. Birinchidan, Samarqandda premium avtosalon ochish niyatim bor edi. Bu faqat mashinaga qiziqqanim uchun premium mashinalar. GM bo'ladi, hamma ana bo'ladi. Ikkinchisi biza 5 ta viloyatda ishlasak, 5 ta viloyatda ham mashinalar hisoblab olib kelishadi odamlar. Biz u mashinalarda anolarga mashina sotadiganlarga hisoblab berardik-da, avtosalonlarga har bitta mashinadan 1000-1.5 mingdan zarar qilardik. Endi o'shani o'zimiz sotsak ham biz bir oyga 60 ta 70 ta mashina qabul qilamiz. To'ysizlar barterda ishlaysizlarmi? Barter ham mana mashina ham olib ana qilamiz-da. O'sha qilamiz. O'shani o'zi hozir tasavvur qiling, 80 ming 90 ming plusda bo'lamiz. Yaxshi joy oldim. 80 ming 90 ming foyda bo'ladi. Ha, luxury mashinalar qancha? Luxury mashinalar o'zim sotganimniki bor. Undan tashqari xalqga bergan zo'r arendaga ana qilaman. O'shalarni sotib ana qilamiz. Joy arendasi bo'lsa kerak, 200 ming 300 ming topsak kerak. Xudo xohlasa. Xudo xolasa, bir oydami? Bir oyda. Bir oyda 200-300 ming topaman dedi. Hop, necha pul tikasiz bu yoqqa? Avtosalonga Xudo xohlasa o'sha o'zim olib kelib qilayotgan luxury mashinalarim GM mashinalar bilan 3 million 3,5 millionlik mashina kiryapti. 3,5 million dollarlik mashina bittada olib kiradi bu yoqqa. Nechta mashina sig'adi bu yoqqa o'zi? Bu yerga 25 ta luxury mashina sig'adi. Orqada katta joyimiz bor. U yoqda ham GM mashinalar bo'ladi. Shu 25 ta belga bo'lsa 50 ta u yoqga 70 ta 80 ta mashina ketadi. Qachon bu ochiladi? Xudo xolasa. Xudo xohlasa 10 kun 15 kun. 10 kun 15 kun ochiladi. Noyabrda oxirlariga ochiladi. Noyabr. Yana bu yerda qiziq bor. Ko'rsatasizmi bu katta joy? O'zi katta joy. 5000 kvadrat joy. 5000 kvadrat? Ha. Bu yerda o'zim mebel fabrika uchun sotib oldim. Birinchi etajni bo'shlik qildi. Bo'shlik qilgan uchun keyin birinchi etajini shunaqa avtosalonga qildim. Hozir ko'rsataman sizga. Ikkinchi, uchinchi etaji bor. Undan tashqari assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Anvar aka, bu kishi mebelni fabrikani direktori. Mebelni fabrikangiz ham bormi? Hozir ko'rsataman. Nimangiz yo'q aka? Qurilishga oid hamma narsa bor. Eshik chiqaramiz, gazoblok, beton, plita, mana armatura zavod quryapmiz, katta. Xudo xohlasa. Hammasini qilyapmiz. Shuncha pul qatdan aka.
Qayerdan? Kreditdan. Mana bu yer mebelni fabrikaga showroom. Aha, svet bitta yoqsiz bo'ladimi? Svet qayerdan? Akalar Men men o'zim o'zim ikkinchi marta kelyapman. ikkinchi marta? Ha. Mebel zavod yangi ochyapsizmi yoki o'sha ishlab turibsiz? Mebel fabrikam bor edi. Hozir katta qildim. Endi 5000 kvadratga mebel fabrika bo'lyapti. Hamma narsasi. Bu yerda hozir o'zining buxgalteriyasi bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum xonim. Bu yer o'sha boyna aytgan Anvar akamning xonasi, direktor. U kishi o'tiradilar. Shu yerda hamma bilan переговор, hamma anoda olib boradilar. Anvar aka avval bizada главный снабженецida. Eng katta mahsulotlarni hammasini Anvar aka orqali kirardi. Hozir u ishni ukamga topshiriladi. Endi o'zlari buni rivojlantirib berishim kerak debdi. Naqachi? Mebel Zavodimiz ham. Zavodimizda bitta anonisi shu yerda. Ikkita zavodi, yana производственный части, unisi zavodimizda. Keling ko'rsataman. Bu yer katta 5000 kvadrat. Hozir bu yerda ham полный sharoit, hamma narsasini to'g'irlayapmiz. И 1 milliondan ziyodga оборудование olib kelyapman bu yerga. 1 million dollar. Mana shu faqat bitta etajiga, bu etajiga. Bu yerda eshik chiqaramiz bizlar. Eshik bir kunda 100 ta eshik chiqadi. Nimaga sizga mebelni zavod kerak? Men hamma joyga mebeli bilan, texnikasi bilan deb va'da berganman. Mebel fabrikadan ham hammasini o'zimiz qilamiz. Sifat yo'qolmaydi. Odamlarga va'da qilgan kunim aniq bo'ladi. Mebeldan juda ko'p qiynalishadi. Bugunga deydi, bugun kelmaydi. Bitta foyda bormi? Yoki faqat bu zararga ishlamasligi uchun? Yo'q, bu yerda asosan ko'cha uchun ishlaydi. Bizlarga qilinayotgan obyomi 2% emas, 10%dir, 15%dir-da. Bu yerda asosan ko'chaga ishlanadi. Оборот qancha? Biza hozir shu paytgacha bo'lib turgani oyiga 2,5 milliard, 3 milliard. 2 milliard 3 milliard so'm. Ha, hozir. Bu hozir to'liq obyom ishga tushgandan keyin 3 ta zavod bir xil ishlab boshlagandan keyin 10 milliarddan kam bo'lmaydi. Oyiga? Oyiga mebel fabrikani o'zi 10 milliarddan kam bo'lmaydi. Voy, shunda avtosalon bor, mebel bor, qurilish bor, yana nimalar bor? Sanamang. Xudoga shukr. Asta-asta shu qurilish uchun nima yaxshi narsalar kerak bo'lsa, hammasini qilib kelyapmiz. Havas qilganlar bitta like bosinglar. Mana shuncha narsa ko'rsatyaptilar. Buni hali shartda ko'rsatmadilar. Mana eksklyuziv millioner klubi uchun shuncha iltimos qildik. Shuncha mana mehnatni. Men sizga men aytib o'tganingizcha aytaman mana. Shu o'sha intervyudan keyin dadam juda qattiq tanqid qilganlaridan keyin umuman qilmay qo'ydim. Men ko'rsataman Instagram nechta yozib ana qiladi. Xudo xohlasa mana siznikida zo'r bo'lsin. Xudo xohlasa. Niyat qilib qildik-ku. Bu yoqda polni mana оборудованияларni yarmi kelgan, kamginasi. Bu necha pulga оборудование kelgan? O'zi bir 400-500 mingga оборудованиямыз bor edi. Hozir endi Xudo xohlasa to'liq berdik ham, ishga tushsa milliondan oshadi berdik ham. Zo'r. Bu ham milliondan oshadi. Xudo xohlasa mebel fabrikaga ham 4-5 million dollarlik ish bo'ladi-da. 4-5 million dollarlik investitsiya kirityapsiz. Da. O'zini necha yilda oxirida mana avtosalon, mebel zavod. Endi bu narsalarni unda hisoblamaysiz. Hammasini qilamiz, yurakdan harakat qilamiz. Qolgan Xudodan. Xudoyim bersa 1 yilda ham chiqib ketadi. Bo'lmasa, asosiy maqsad dabivatsa qilamiz. Pul emas-u, o'zingizni narxingizni qilish, to'g'rimi? Ekosistemangizni qurish. Shunday, men odamlarga va'da beryapman-ku. Ertaga bu qilmadi, shuning uchun qolib ketdi degan narsa bo'lmasligi uchun. Reputatsiya. Ko'rasiz, Xudo xohlasa, sistema qanaqa bo'ladi? Konveyer, hamma narsa bir-biriga taq, bugun meni ishim ekan. Ketdim, men buni qilib beraman. Ketdim, bugun ertaga uni ishi. Hamma pozitsiya tez-tez ishini qilib ketaveradi. Xudo xohlasa. Bu qachon polni yo'lga tushadi? Bu menimcha dekabrgacha, dekabrda 15larigacha tushadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mebel fabrika ishlab turibdi bu yoqda. Men sizga videolarni beraman. Endi buni katta qilyapmiz. Katta qilgandan seryozni qilib katta qilyapmiz. Xudo xohlasa. Shunda umumiy hisobda tushunchim uchun qisqacha sizlarga aytaman. 4 million dollar investitsiya mebel zavodga qilyaptilar. 3,5 million dollar investitsiya mashinaga qilyaptilar. Umumiy hisobda bu zdaniya 7,5 million dollarlik investitsiya dekabrgacha qilinyapti. Shunda joyda hisobga olmaganda, joy o'ziznikimi? Ha, o'zimniki sotib olganman. 5000 kvadratga. Taxminan milliondan ziyodga tushdi. Million dollar. Umumiy hisobda 8 million, 9 million investitsiya kiritilyapti. Xudo xohlasa. Xudo xolasa.
Anvar akaning ishini barakasini bersin. Kimga luxury mashina kerak bo'lsa, kelinglar, olinglar. Xudo xolasa noyabr oxirog'ida ochilar ekanmiz. Endi planimiz qanaqa? Kredit emas. Ha. Rassrochkaga. Rassrochka. Hamma narsa halol narsaga beryaptilar. Halol narsaga kelinglar. Zo'r imkoniyatlar qilib beradilar 100%. Xudo xohlasa. 100%. Endi qani uzra mana hop biz boya naqa berdik. Mana bu soatni berdik. Ikkinchi o'ringa. Uchinchi o'ringa nima berasiz? Uchinchi o'ringa o'rinlarni o'zingiz qanday aniqlashni aytasiz? Ha? Uchinchi o'ringa iPhone bersak bo'ladimi? 17 mi? Ha? 17 Pro bu taxminan 1800 bo'lsa, bo'ladi mana. Mana bu nech pul edi? 2700 mi, 2800 ga olganman. 3000 atrofida ikkinchi o'rin, 1800 2000 atrofida uchinchi o'rin. Unda birinchi o'rinni oxirigacha ko'rsanglar, Xudo xohlasa aytamiz. Planimiz qanaqa aka? Qaqqa? Men aytdim-ku sizga, shu hafta polni anoni aylanamiz viloyatlarda. Bugun Shahrisabzda ko'ramiz. Shahrisabzga yo'l oldik. Ketdik. Qaysi mashinada? Ketdik, unda ketamiz. Anoda. Qarshi Otabek. Biz Qarshi ketyapmiz, Cadillac'da. Hali ko'p yurmagansan Cadillac'da? Yo'q, hali bunday uzoq kilometr yurganim yo'q. Ha, mana. Aziz, qanday? Assalomu alaykum. Cadillac'da ketyapmiz biz. Xudo xolasa ko'rishamiz. Diyorjon, bu Temuriylar obyektimiz. Bu yerda hozir bo'yna nega Rolls Royce yo'q dedingiz-ku? Ha. O'sha narsani ko'rsatdim. Kiring. mehmonsiz. Nega Rolls Royce yo'q deganingizga? Qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Bu 7,5 gektar. 7,5 gektar. Ha. Nechta uy quryapsiz? 1430 ta xonadon berdi. Hozir 5 oy bo'ldi. Pashti 500 tadan ziyod уже tayyor bo'lyapti. 500 tadan ziyod. Sizdagi loyiha bormi Shahrisabzda, ya'ni ob'yom bo'yicha? Yo'q, bunaqa ob'yomda yo'q Shahrisabzda. Bunaqa udobstvada yo'q. Nomer 1 siz xullas. Yo'q. Unda desangiz maqtanishib qolasiz. Maqtanish kerak. Bo'ynam aytayapman, yana tushunmaysiz. Oxiri shunga ko'ndirasiz. Bu yerda Rolls Royce deganingizga mana shu bog'chani biza Yaponiyadan olib kelib, yaponskiy ta'limini olib kelib qilmoqchimiz. Shu boshidan o'zlari yig'ishtiradi, yaponcha o'chiradi, madaniy ko'p narsasini kirgizamiz. Rolls Royce'ga nima aloqasi bor? Pashti bir Rolls Royce puli ketyapti-da bu bog'cha. Ha, yo'q-a. Hamma bitim, hamma narsasiga. Arziydimi shuncha pul bu yoqqa? Arziydi, shuncha jitil bor, shuncha odam bor. Biza qayerga loyihaga kirsak, shunchaki kirmaymiz. Biza ertaga yana ishlashimiz bor, yana nimalardir qilishimiz kerak. Ertaga mana bu narsada ishimizni ko'rsatsak, domlardagi qurilishimiz emas-ku, faqat odamlarga hayotda qiziqi. Ertaga farzandi uchun nimadir yaxshilik bizadan ko'rsa, yana nima deydi, qolgan ishlarimizdan ko'rsa, asta aytadi, bulardan uy men faqat o'zim uchun olmagan ekanman deb. Lekin olib qarasak, boshqaruvchilar unaqa qilmaydi, to'g'rimi? Hozir endi ko'plar qilyapti. Ha, sizdan ibrat olibmi? Yo'q, unaqa deyurmaysiz. Ketdik. Obed qolamiz. Yigitlar. Tak, obedga ketdik. Bu Aziz. Shu yerda Rahbarlar. boyni aytdim-ku. Temuriylarning rahbari. O'zi qaraydi. To'liq o'zini nazoratida. Nechta uy sotildi aka hozirgi kungacha? Hozirgi kungacha 950 ta. Mingtacha. Pashta qolmadi-da. O'zini unaqa Hamma loyihangizda qolmaydi uylar. Pashta qomat qilmaysiz. Imkoniyat qilingan narsalarimiz katta boshqacha qilganmiz-da. Mijozlar uchun qulayligi, anonisi вообще boshqacha narsalar. Mana bu yerda o'tiribdim Shahrisabzda, Aziz faqat shu yerdagi odamlar o'rganib, Anvar bunaqa narsa qilishimiz kerak. Qilamizmi deb so'ramaydi, qilishimiz kerak. Ammo bu o'rganda, bu egasi bu yerda. Bu biladi-da, nimalar qilish kerak, nimalarni qilishdi. Shuning uchun qo'limizdan kelgancha qilib boryapmiz. Lekin xalqqa ma'qul. Aksiyalarimizni bir videolarni ko'rsataman, talash bo'ladi. Odamlar bu yerda o'ylaganki, pul to'layapmiz, oyiga 4 milliondan, 8 milliondan, 10 milliondan to'lagan, oyiga. O'ylaganki qochib ketadi, gap chiqargan, boshqa qilgan. Bu 4 million, 8 million bilan qurib bo'lmaydi. Biz o'zimizdan pul masalasini o'tda hali gaplashamiz. Pul masalasini gaplashamiz hozir. Tamam. Marhamat, kelingizlar qani hammamiz. Kameralar qo'yingizlar endi. Bitta avval iqtisod
keyin siyosat. Nima bizda yo'qmi? Qizil ikra, tam losos. Unaqa narsalar yo'qmi bizda? Mana hammasi tabiiy. Eng zo'r anavilar. Aytaman. Vitamin. Anvarga juda skromnilar, shu tomonlardan qizil ikra, qora ikra. Yo'q. Mana hammamiz birga hozir aka-ukalar turib. O'zbek tili любой taomi qizil ikra, qora ikralardan vitamini ham ko'p, foydasi ham ko'p. Наливай чайханчик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, на востоке. Anvar aka necha oy bo'ldi bu narsaga? 5 oy. 5 oy mana siznikimi? Ha? 5 oyda shuni qurdingizmi? 5 oyda shu bo'ldi. Hozir umumiy ko'rasiz. Katta narsa bo'lgan. Yana savol beraman. Bu yuzda yashirdingizmi? Ha, yo'q, hamma любой qurgan uyda yashayman, deyarli. Yo'q, mana misol uchun qarayman. Shunaqa quruvchilarni bilamanki, ular 4 yillab, 5 yillab, 6 yillab quradi-da, 5 etajni qura olmaydi. Yo'q, u quruvchi emas. U kim unda? Quruvchi emas. 4 yil, 5 yil. Cho'zyapti-da. Spitsalni. Umumiy hisobda nechta ishingiz bor? Umumiy hisobda sentyabr oyida olganimiz 2700 dan ziyod edik. 2700 ta. Hozir mana bu yangi narsalarimiz yana ochilsa, bundan ham xudo xohlasa ko'p bo'lamiz. Xudo xohlasa maqsad qancha unaqa ishni qilish? Xudo xohlasa 2030 gacha 20 ming qilaman. 20 mingta. Xudo xohlasa. Xo'p, mayli. Endi odamlarga qiziqona pulli savol bering. Обороtingiz qancha? Оборот bir oyga umumiy ular bilan 50 milliarddan ortadi. 50 milliard. Bu degani 4 million atrofidami? Ha, 4 million 5 million. Yiliga 40 million atrofida gap, 40-50 million atrofida gap ketadi-da. Xo'p, endi mayli, оборот shunday. Boyligingizni hammamiz bildik. Lekin oylik masala bo'yicha, ya'ni 2700 odamga qancha yiliga oylik berasiz? Yiliga. Endi qarang, bizda asosan masalan ustalarimizda ob'yom, ishlab chiqarishlarimizda ham ob'yom. Zavodlarimizda menimcha adashmasam eng kam oylik 7 million chiqadi-da. Ob'yomda. Ustalarimizniki 10 milliongacha, 10 milliondan ziyod shunday bo'ladi. Shunda nech bo'lyapti umumiy hisobda? Endi uni hisoblash kerak, kalkulyator kerak. Men kalkulyator ochaman, to'xtang. Kalkulyator ochaman. Uni hisoblab o'tirmang. Ha. No, o'zingizlar hisob kitob qilib yuborasizlar. 2700 ni taxminan 7 millionga sredniy qilib yuborsanglar, men bu yerda yozib qo'yaman. Men bu yerdan chiqib ketaman. Bizda hozir Diyorjon hamma joyda obyektlarimizni to'liq remontlik topshiryapmiz. Shuning uchun mana podyezdlar tayyor ekan. Men o'yladi fasad tayyor deb o'yladim. Yo'q, polni podyezdlari shunaqani bilan remontlarimiz, hamma narsamizni mana shunday qilib topshiramiz. Bu necha xonali uy? Bu 3 xonali uy. Mana shu mebellarimiz, o'zimiz chiqaradigan, Yuksalish mebel fabrikasi chiqaradigan mebellar, anolar. Remontlarimiz shunaqa. Voy, zo'r ekan. U qaytdagi xoslarni polni remont. Har xil. Bu dizaynerskiy, avtorskiy dizayn. Ko'rsatdim-ku sizga boshida proyektni institutim. O'sha 40 ta 50 ta bola mana shunaqa narsalar bilan ham shug'ullanadi. Shunda mijozlarni dididagi dizayn anolarni qilamiz. O'rtacha necha pul turadi bitta uyingiz? Mana shu 3 xonali uyim 50 mingdan ziyod. Remont bilan. Polni remont bilan. Yo'q. Mana shunaqa remont mebeli bilan. Odamlar remontsiz 80 ming, 100 ming, 200 ming sotishyapti. Endi xudo xohlasa biz shu paytgacha nomimiz uchun ishladik. Asta-asta endi pul uchun ham ishlaymiz. Xudo xohlasa. Ixti. Chiroyli qilib qo'yibsizlar debanga. Ha, bu penthouse. Baseyni. Bu ayollar uchun yopiq tomoni, bunisi tomonlari. Bolalar o'ynaydi. 5 oyda shuncha narsa qilib berdingizmi shunda? Ha, aka. Voy. Mangallari, hamma narsasi shu yerda pishiradi. Qishda bu yerda o'tiradi. Yozda bu yerlarda joylar bor ikki tomonida. Buni ichida ham o'tirsa bo'ladi. Bu yopilmaydi-a tepa? Yo'q. Bu ochiq, shunaqa utpleniya qilib, hamma narsasi qilinib. Mana savol. Shunaqa qiling. Sayohat haqida boya gapirdingiz. Endi qaysi davlatga sayohat qilib bu ideyani olgansiz? Buni Dubaydan. Dubaydan. Dubayda endi bundan zo'rlari, zo'r narsalarni ko'rganmiz. Endi asosda sotuv anonimiz pullari balandlashib borsa,
bizlar ham o'shanday zo'r narsalarni qilamiz. Mana Undan zo'rlarini ham qilamiz. endi tadbirkorlik uchun, yoshlik uchun sayohatning foydasini bir tushuntirib bering. Qanaqa fikrlarni o'zgartirgan, nimalar qilgansiz yengillik? Ko'p vaqt ko'p bo'ladi-da. Vaqt ko'p bo'lgandan keyin hamma narsa haqida o'ylaysiz. Faqat borganda faqat men dam olishga keldim deb yashash kerak emas. Nima uchun? Mana buni qanday qilgan? Men ham qilsam bo'ladi-ku vatanimda. Oziq-ovqat sotuvchi oziq-ovqat magazinlarini analiz qilsin. Savdosini, hamma narsasiga qarab yurish kerak. Prosta tak kelib 10 kun, 15 kun vaqtni yo'qotib shunday ketsa ham bo'ladi. Analiz qilib, o'rganib, yangilik kiritsaga sayohatning barakasi bor. O har qaytib kelgandan keyin ishini boshlab yana yangilik qilsa barakali bo'ladi, zo'r bo'ladi. Buni qarang, mana tepadan juda chiroyli, juda hanov ko'rinadi-da. Mana shu ikkita blok уже bitdi. Почти. Bunda bitta etaj qoldi, bitta etaj bo'lsa, tomi bitta bo'lib yopiladi, bo'ldi. Bu mana tak 1 2 3 bo'lsa 4-etaj keldi. Bu ham mana shu noyabr oyida bitadi bu ham. U hali 2-etaj keldi. Dekabrda oxirigacha u ham bitadi. Buni qachon topshirasiz? Buni xudo xohlasa shu yili 26-iyunga mana shu qaytekini topshiraman. 26-iyun tushuntirib bering, nimaga ko'p narsa 26-iyunga? Tug'ilgan kunim. Har yili o'zim tug'ilgan kunimga o'zimga sovg'a qilmayman. Menga ishonib, meni tanlab kelgan mijozlarim uchun sovg'a qilaman. Har yili shu. Bu qachondan beri bor? Shu yildan boshlandi. Ha, shu yildan уже birinchi endi faqat shunaqa qilaman. Ha, endi faqat shunaqa qilaman. Mana bu yerda, mana shu yaponskiy bog'chamiz mana shu yerda. Ha, Rolls-Royce puli shu. Shu. Mana shu yerda 700 kvadrat kattani o'sha yerda bo'ladi. Nimaga aynan qarshini talagansiz shu Rolls-Royce puliga? Yangi joy, biz o'zimizni ko'rsatishimiz kerak. Boyni aytib o'tganimdek. Faqat odatiy emas, har doimgidek emas, boshqacha, yangicha ruh bilan. Qarang, siz aytyapsiz, mashinada menga 700 kamera o'chgan paytda Diyorjon nom uchun ishlash kerak, pul uchun emas degan gapni tushuntirib bering ommaga. Nimaga har doim siz mana nom uchun, hop, уже qurib bo'ldi 4 mingta, 5 mingta nom uchun topshirib bo'ldingiz. Hali endi u topshirib bo'ldim deganingiz bo'ldi, o'zingizni to'xtatasiz ishlashdan. Shu harakat qilish kerak. Hali emas degan narsani qo'yib tursangiz, siz o'sish uchun yana harakat qilaverasiz. Bundayda nom uchun ishlaganingizdan keyin nom siz uchun ishlab boshlasa, shunchalik Xudoyim yog'dirib yuborar ekan, o'ylamagan darajangizda keladi. Misol uchun nom uchun nima tushuntirib bering auditorimizga. Mana o'sha sizga ishonib kelayotgan odamlar hammasiga qilinayotgan, masalan, bir xil mayda narsalarga e'tiroz qiladigan bo'lsa ham, siz o'sha narsani erinmasdan, bir asab qilmasdan, to'g'ri borib tushuntirib, chiroyli yechim qilib beraverishingiz kerak. Xalq uchun siz har doim to'g'ri yechim, to'g'ri narsani qilib beraversangiz, nomingizni ko'tarib olsangiz, Diyor yaxshi bo'ladi. Masalan, o'qish davridan boshlang. Diyor yaxshi kursdosh edi deydi. Masalan, kursdoshingiz bir katta idoraga boshliq bo'ldi. Boshliq bo'lgandan keyin oldiga borsangiz, shu institutdagi xotira qoldi. Diyor yaxshi bola. O'sha nom bilan sizga yana yordam qilinadi. Undan keyingi hayotda hamsiyachilikda ham, bu yaxshi hamsiya, zo'r hamsiya, любой narsa qilsangiz sizga yordam. Shuning uchun-da nomni asrash kerak, juda ham qattiq. Hozir meni ko'ryapmiz, ijtimoiy tarmoqlarda odamlarning reputatsiyasi shunaqa tez buzilyaptiki, shuni odam qo'rqib qoldi shaxsiy brend yuritishga. Nimaga? Chunki onlayn hayotda zo'rda hammasi zo'r, imonli inson, lekin offlayn hayotda bitta parod narsasi qilyapti, butun ommaga tarqalyapti va reputatsiya ketyapti. Endi bunda qarang, bitta qilgan narsasi uchun bo'layapti deyapsiz-ku, uni bo'rttirib yuboryapti-da. Avvalam bo'lgan bu narsalarda, avvalam xato qilgan inson zot borki, любой xato qiladi. Lekin ko'p joyda mana yaqinda o'zim ham guvohi bo'ldim, bitta akamiznikini ko'rdim. Realni birga non tuz yegan, hamma narsa qilgan, chiqib meni aldadi. Bu bunday bo'ldi, qilib nomini yomonlab yuboryapti-da. Vaqtida shu bilan orqasidan yurilgan, gaplashilgan, to'g'ri u balki bilmagandir holatni bo'ladi. Lekin oddiy chiqib shu blogerlarimiz tomonidan ham ijtimoiy tarmoq chiqarib sharmandani qilib yuboryapti-da. Uni o'ylab ko'rish kerak, u to'g'rimi? Haqiqatan shu haqiqatga yaqinmi shu qilayotgan ishi? Ko'p narsani shu narsalarni o'ylamay bosib yuboryapmiz.
Shuning uchun birovning nomini bulg'ash oson, lekin u odam necha yillab yig'gan u nomni, necha yillab harakat qilgan. Endi bitta qilgan arzimas xatosi uchun nimadir qilib yuborish noto'g'ri. Shuning uchun hammamiz bizda bitta narsa kuchayishini xohlardim. Bir-birimizni juda ham podderishka qilib, juda ham tez ko'tarishdi. Men masalan, ishonasizmi yo'qmi? O'zimning konkurentlarim bo'lsa ham birinchilardan onlayn taqdimot qilgan insonman. Lekin nechta onlayn taqdimot qilgan insonlarga ko'piga nima deydi, joni dilim bilan borib yordam berganman. Nima uchun? Shu odamniki zo'r bo'lsa, ertaga men ishim tushmagan taqdirda ham farzandim, nevaram kelib bir anaqa qilib qolsa, bobong shunaqa odam edi, otang shunaqa odam edi, menga mana shuncha yordami tekkan, meni bir marta ko'rgan, lekin shunday qilgan deb farzandimga tegar. Hech bo'lmaganda Xudoyim ko'rib turibdi. U agar bir 10 ta odamga agar u odam yaxshilik qilsa, shu qilayotgan savobidan meni ham hissam bo'ladi. Xudo xohlasa. Shuning uchun bir-birimiz podderishka qilsak, birov qilayotgan bo'lsa, "O, bu nimaga qilyapti? Meni ishimni ko'chiryapti. Unday qilish kerak, bunday qilish kerak", yozib, chizib, yaxshimi? U o'ssin, u ertaga albatta yaxshilik bilan qaytaradi. Bizning xalqda yaxshilikni unutadigan ana yo'q. Yaxshilikni unutmaymiz, to'g'riroq. Qilingan har qanday yaxshi, sidqi dildan qilingan yaxshilikni ertaga bandasi bilmasa, Xudoyim biladi. Zo'r, rahmat aka, rahmat. Shu ta'sirli gaplar bo'ldi. To'g'ri aytasiz, har bitta inson bu konkurentim ekan, bunga yordam berish kerak emas, sindirish kerak deydi, niyati yomon bo'ladi, lekin men o'zim guvohim bo'ldi. Kerak bo'lsa meni proyektlarimda ham siz o'zingiz qatnashib, reklama qilib bergan joylaringiz bo'lgan, so'raganman. Anvar aka chiriymi sizga? Yo'q, prosta mana oshnam yordam berdi. Pul olmagan. Endi u kishi jo'ram, u kishi siz aytayotgan odamlarda biza bir-birimizni yonimizda turmasak, u jo'rachilik nima kerak u? U siz jo'rachilik emas, umumiy aytayapman men. Barcha tanimagan, bilmagan odamlarga qilishingiz kerak. Jo'rachilik обязательно. Da, u majburiyat u. Bo'lmasa jo'ra bo'lib nima qilasiz? Jo'raman deb gapirib nima qilasiz? U jo'ramdan ham o'zi bilmaydigan ko'p yaxshiliklarni qilgan. Xuddi shundayda bir-biriga spochka bo'lib boradi. Yaxshi inson bitta zo'r anonim bor, o'zim aytaveraman. Yaxshi inson oyda ham yaxshi, yerda ham yaxshi, любой joyda yaxshi. Tushundingizmi? Shuning uchun yaxshi inson bo'lish kerak bo'ldi. Xo'p, bu proyektni tugatdik. Anvar aka, endi yo'limiz qayerga? Qarshiga boramiz. Qarshida ishlarimizni ko'ramiz. Hurmatli millionerlar yoki endi millioner bo'lmoqchi bo'lgan insonlar like qo'yishni, obuna bo'lishni unutmanglar. Anvarga kattakon rahmat deymiz. Shuncha narsalar ko'rsatib beryaptilar, shuncha tavsiyalar beryaptilar. Ularga ham obuna bo'linglar, like qo'yinglar, Xudo xohlasa. Bu endi boshlanishi. Zo'rlari bo'ladi hali, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Diyorjonda eng zo'ri xislati juda samimiylik, manmansiramasdan olyapti. Zo'r, mazza qildim. Men o'zim umrim davomida bunaqa yaxshi intervyularda 2-3 ta bo'ldi. Bittasi siz bilan. Xudo xohlasa. Rahmat. Oxirigacha shunday bo'laylik. Oxiridan suyuntirsin derdi. Onam haqiqatan bu gap tagida ko'p narsa bor ekanda. Ba'zi joylarda oxiridan suyuntirmagan joylari bo'lib qo'ygan. Mana hozir biz eskalatorga ketibmiz. Har kuni siz qimmat mashinada o'tirasiz. Shunaqa bormi bitta o'zingiz ketganingizda, "Ey Anvar, shunaqa молодецsan, shu narsaga erishding" degan fikrlaringiz bo'ladimi? Yo'q, aka. Qarangda, ana shu fikrga, ana shu narsaga aytgan kuningiz yutqazgan kuningizda, men shunday deb hisoblayman. Pulni, narsani, yo men boyman deb his qilib qo'yish, yo men bir yaxshi narsani qildim, men qildim deb his qilib qo'ysangiz bo'ldi. Shu yutqazgan kuningiz. Biz har doim harakat qilganmiz. Xudoga shukr, bizdan zo'rlar qancha. Harakat qilishimiz kerak, yana deymiz. O'zimiz kibr qilib qo'ymaslik uchun ham mana shu narsalarni har doim o'zimizda aytamiz. Yo'q, hali hech narsa qilmading. Bu nima u? Qilgan ishing nima? Hammasi oldinda bosish kerak deb qilamiz. Xudoga shukr, yomon emas. Bunday his qilib, o'zingizda shu narsalarni aytib, ana qilsangiz,
o'ylasangiz, bilingki, odamlar bilan salomlashishingiz o'zgaradi, odamlar bilan gaplashishingiz. Bir xil rostida bir xil blogerlarda ko'rib qolaman. Salgina bu puli paydo bo'lsa. Puli paydo bo'lib, ana bo'lgandan keyin gaplar, ular o'zgarib. Bir bloger ukamiz bor, Dubayda ko'rib qoldik. Kuchayib ketdingiz siz ham dedi. Yomon tegib hech narsa degani yo'q. Mayli dedim, yosh bola dedim. U bu yoqqa kelganingizdan keyin уже yana o'ylaysiz, nimaga bunaqa dedi. Xuddi men u bloger bo'lsam, men biznesmen bo'lsam, men boshqa yo'lda bo'lsam. Hech qilib shunaqa narsalar ko'p. Shu yigitchalarda ana unisida ham bizga dars bo'lib, dalsha harakat, dalshani uchun men kibrlanmayman. Shu bola kibrlanib ketdi, men qilmayman deb. Yaqinda ham bo'ldi. Aka dedi, Anvar dedi, mendan kichkina 3-4 yosh. Aka deyardingiz, nima? Men sizni o'rtog'ingizman menda. Deb, sen mendan kichkina 3-4 yosh. Hurmat uchun aytganman, hurmat yuzasidan. Mana sizda ham sizlar boshqa odam bilan gaplashsam shu anoda u o'zim hurmat qilganim uchun, o'zimni tarbiyam uchun ko'rsatib ana qilaman. Hech qilib buni noto'g'ri tushunadigan odamlar ham bor ekan, lekin yaxshi odamlar, yaxshi insonlar hammasi to'g'ri tushunadi. Shuning uchun Xudo xohlasa faqat shu yaxshi yo'lda mendan keyingi Xudo xohlasa zo'r bo'lib chiqadigan biznesmen ukalarimga shu akamday bo'lay degan narsa. Xudo xohlasa hammaga nasib. Men ham mana ustoz deb Jahongir Ortiqxo'jayevni Millionerlar klubida mana qancha aka-ukalarimiz taniyman. Hammalari zo'r, oddiy, yaxshi insonlar, samimiy. Borsak yuragidan maslahatlar berib, "Da buni qil, bunday qil, mana bunaqa qilsan ochmoqchiman, davay, bos, ishlash kerak." Zo'r bo'ladi, motivatsiya berib ana qiladi-da. Mana hozir siz millionerlarni krugidasiz. Oldin unaqa bo'lmagan, to'g'rimi? Ha. Oldin unaqa bo'lmagan. Shu oldin sizni kamsitib, siz o'zingizdan kulgan odamlar bo'lganmi? Hozir qanaqa siz yuzga qaraydi? Oddiy misolan Navoiyda ishlagansizda, "Ha, sen Navoiysan, sen nima deyapsan?" degan narsa bo'lmagan. Ha, unaqalar ko'p bo'lgan. Bir qiziq zo'r narsa bo'lgan. Bir kun velik buzildi-da, veligimiz, Damazdan oldin veligimiz bor edi. Veligida tashirdik. Veligimiz buzildi, supermarketga bordim. Keyin bordimda aytayapman, shu velikni bering, mana menda 800 ming so'm bor. Kechqurunga 600 ming so'm kirgizib beraman bugungi savdodan. Olay, qilaman dedim, shunday chiqdi-da. Shunaqangi davolab, velikni joyiga qo'y dedi. Xo'p, bor, ket deb shunday haydab yubordi-da. Mayli, men boshqa joydan oldim velikni hamma narsa. İshonasizmi yo'qmi? Xudoyim shunday qilib qo'ydi. Shu odam 3-4 martalab meni oldimga ishi tushib kelgan. Yordam bergan. Superda o'zida ishi tushib kelgan. Men конечно o'sha odamga ibrat bo'lsin. Bundan keyingi mendan yosh tadbirkorlar kelgan paytida to'xta, shunga yomonlik qilib qo'ymay, bu ham ertaga bir ishi yaxshi bo'lib ketib oldimga keladi deb ana qilmasin ham degan nazarda qilganmiz. Tasavvur qiling, siz hayotingizni uydagilarga ko'rsatmoqchisiz. Filmi nomi nima bo'ladi? Robin Hood deb qo'yardim. Nimaga Robin Hood? O'zim shu bilasizmi nima uchun? Shunda bitta narsani xohlayman. Qishloqdan o'zimga o'xsha qiynalib, harakati bor, butun ana unisini Xudo xohlasa boy bo'lsam, qishlog'imga bunday qilaman, vatanim uchun bunday qilaman, ota-onam uchun qilaman. Butun silay rahim, hamma yaxshiliklarni ko'ngliga jam qilgan bolalarni bir zo'r natijaga erishganini ko'rishdi. Shuni harakat qilib qilaman. Shahrisabzda Aziz degan o'rtog'imiz bor, jo'ramiz, Shahrisabzda boshlig'i. Bitta bola otasi bilan gaplashyapti. Bir odam kelib qolyapti-da, "Dada, keyin telefon qilaman. Aytdim-ku, biri bilan gaplashyapman. Keyin qilaman" deyapti. Uni Aziz eshitib qolyapti. Prosta eshitib qolyapti. O aytayapti, "Jo'ra, bu narsani ishxonadan birorta eshitib qolsa agar, seni bir kun ham ishlatmaydi. Qanaqa muomala qilyapsan otangga? Sen bu odam seni 10 soat desang 10 soat kutadi. Lekin sen otang unaqa emas, odam emas, sen qanaqa tasavvur qilyapsan?" deb bitta gapirib ana urushgandan keyin ana shu bola hozir o'zgarganini ko'rsangiz, men qarshida bir ko'rsatib o'tib ketaman. Ota bilan vobshe hozir faqat ular ham nima deydi? Istoriya emas, kattasi nima edi?
Reels. Reels, ha. Reelslar ham shu ota haqida, ona haqida shunaqa narsalar qo'yib, gaplar ham shunaqalar qo'yib. Ota deganingizga shunaqa adingizni hurmat qilasiz, shunaqa har bitta narsa odamdan bitta so'ray, odamdan maslahatlashay deysiz. Nimaga unaqa? Qarang, Уже yoshingiz katta-ku. Yoshim katta, lekin nima deydi? Bitta narsa borda, ota rozi, xudo rozi deganday. Otam shu narsani so'rasam, birinchidan xursand bo'ladilar, g'ururlanadi. Farzandim hamma narsani mendan so'raydi. Anonimdan chiqib ketmagan deydi. Kontrolimdan. Juda ko'ngillari to'q bo'ladi. Ikkinchidan otam nimani bo'ladi zo'r degan bo'lsa, zo'r bo'lgan haqiqatdan ham. Xudoyim diliga solgan narsasi zo'r bo'lgan. Nima qilma bolam deganini yoshlikda qilib ko'rganman, yomon tarafga ketgan. Hozir masalan qilma desalar, bitta tushuntirib ko'raman. Tushuntirganimdan keyin ham qilma desalar qilmayman. Ota yomon narsa gapirmaydi. Da. %100 u. Shunaqa vaziyatlar bo'lganmi, что na prinsip qilgansiz, keyin yomon narsa bo'lgan. Istoriya. U bolalikda bo'lgan. Qo'lim singan. Bir darg'amga cho'milishga borma degan. Cho'milishga borganman, kiyim-kechaklar o'g'irlab ketgan. Shunaqa narsa. Shunday. O'sha yoshlikda o'sha bo'lib o'tgan bu narsalar hammasi. Endi nima deydi? Xudo xohlasa qilmaymiz. Xo'p, do'stlar, biz hozir Qarshiga keldik. Assalomu alaykum. Bu yerda kaska keladi. Kiyimdi-yu kaska. Yo'q, bu yerda sal strogo. Bu yerda hamma kiylar. Ne? Boshqa yerdan kiymadik. Правила безопасности hamma yerda bir xil emasmi? Bu yerda ko'proq e'tibor beradi. Bu yerda shu strogo. Ana qurilish obyekti rahbari strogo. Bir xillarda. Qilmaydi. Aytganimiz bilan ham 1000 marta. Qarshi strogi xullas. Bular 4-5 marta shtrafini hamma narsasini to'laganda shuning uchun o'zining ustasidan anaqa. Shtrafsiz qo'yganmi, tekislarga qo'yishganmi? Ha? Shtrafsiz qo'yganmi, tekislarga qo'yishganmi? Yo'q, bizga emas, kiymaganlarga. Men kiyaman-ku, zakonni послушники biza. Bu shu Qarshidagi eng katta obyektimiz bu. Eng hozirgi paytdami, umumiy hamma loyihani inobatga olgandan? Yo'q, hozirgi paytda. Qarshini ichida. Umumiy Qashqadaryo bo'yicha bu katta. Umumiy hozir eng kattasi Samarqand shahrida, Zalinida. Zalinida bo'lyapti. Nechta xonadon quryapsiz bu yerda? Bu yerda ham 1300 ta. Nechta sotildi? Ikkita 25 talik bor. 1000 ta ketgan. Assalomu alaykum. Hormaysiz. Assalomu alaykum. Charchamaysiz. 1000 ta sotildi. 1000 tadan ziyodroq sotildi. Lekin bundada bizda sotilganda sotildi deganda odamlar mana bunaqa 100% sotildi deb aniq qiladi. Biz 4 million, 7 million, 8 million to'lovga sotamiz. Bosh to'lovga. Qolganini o'zimizdan qilamiz. Masalan, mana shu domga bir 3 milliard, 2,5 milliard pul oling, ha? Bu yerga bitta mana shu Apalovkasini o'zi 3 milliard turadi. Bitta Apalovkasini o'zi. Bu dom уже 5-qavatga keldi. Endi qiziq savol. Mana sizni intervyungizni ko'rganimda Murod aka meni ustozim degansiz. Lekin Murod aka yaqinda chiqdilar-da, podkatlavan investitsiya qilmaylar dedilar. 20-30 ming emas, 50 ming bo'lsa ham, 100 ming bo'lsa ham, 1 million bo'lsa ham. Men podkatlavan tikib bu narsa bilan nima deydi, ruschasiga увлекаться deydi-yu. Bu narsaga berilib ketishdan men har doim qaytarganman, qaytaraman. Ko'chmas mulk kerak bo'lsa olish kerak. Kerak bo'lmasa olish kerak emas. Bu ko'pchilik katlavanda ovatni ertaga sotaman deb, lekin ochig'ini aytish kerak. Hamma ham ertaga bitgandan keyin narxi oshishi mumkin, lekin sota olmayapti. Podkatlavan o'zi pul tikish kerakmi? Bu investitsiyami yoki o'zi bu oldin yaxshi pul qaytarardi, hozir boshqachami? Endi Murod akam ustoz sotadiganni sotib bo'ldi, quradiganni qurib bo'ldi. Endi Invan kompaniya bilan qanday bilmayman, shartnomasimi, anasi. Endi bunaqa tomonga o'tyapti-da. U odam qiladigan ishi, katta ishlarni qilib ko'rsatib qo'ydi. Nima aytsa yarashib ketaveradi. Lekin baribir katlavanda olgan ancha arzon. Любой odam ham qurib bitkazgandan keyin men ham qurib bitkazsam, ertaga buni rassrochkaga sotmayman. Naqdga sotaman. Subsidiyaga уже hamma narsaga birdan olishadi. Xo'p, shunda investitsiya uchun hozir uy yaxshi investitsiyami yo'qmi? Yo'q, zo'r investitsiya. Qarang, любой biznesingizniki tushib boraveradi-da. Puli, lekin uydagi kundan kun ko'tarilyapti. Masalan, mana shularni biz katlavan paytida 7,5 million sotganmiz. Hozir 9 milliondan beryapmiz.
9 milliondan. Endi o'ylab ko'ring, u 1,5 million 70 kvadratizga qancha pul farq qilib ketadi-da. Juda katta farq qiladi. Bu yerda ham katta umumiy obyektimiz, bu yerda hozir 10 gektar, birinchi anonimiz. Общий 18 ta domimiz bor. 18 ta domimiz bor. Hozir mana 8 tasida birdan ish ketyapti. Bu yangi yilgacha mana bu 4 tasi bitadi. Bu 26-iyunga mana bu yerdagi ham 8 ta dom topshiriladi. Ha, 26-iyun bilan Ha, topshiriladi. bu yerda ham bayram bo'ladi. Bu yilgi 26-iyunda 5 ta joyda bir vaqtda ferverk otiladi. Salyutlar otilib, bayram qilinib, mana qilinadi. Hamma obyektimizda bo'lganda bu yerda ham o'zini beton zavodi, hamma narsasi o'zida. Eng yaxshi ko'rgan loyihangiz qaysi biri? Hozir avval EcoCity edi. Hozir bu. Nimaga? Bu biza viloyatlarga chiqib boshlaganimizda birinchi olgan viloyatlardagi mana shu boshqa viloyatda ishlagan obyektimizdan shu bizlarni juda boshqacha kutib olib, qarshi Qashqadaryoda boshqacha ishlaganmiz. Shuning uchun yaxshi ko'raman bu. Qarshidagi insonlar haqida qisqacha 3 ta so'z bilan ta'riflab bering ularni. Bitta so'z bilan. Ha. Mehrli, juda mehmondo'st. Borini yuzingizga aytadi. Tamom. Yo'q narsani aylantirib, uzoqdan olib kelib gapirmaydi. Bormi? Tars yuzingizga aytadi. Mehmonsizmi? Любой joyda siz pravsiz, siz oldindasiz. Mehmon kelgan. Mehmonim kelgan deb hamma joyga shunday kirgizadi. Tasavvur qiling, mana bitta turdingizda hech baloyingiz yo'q, hamma narsani yo'qotib qo'ydingiz. Nimadan harakatda boshlaysiz? Mana yoshlarimizni noldan boshlayotganlar ko'p-da. Tasavvur qiling, bo'ldi. Nolga hech balo yo'q sizda. Bo'lmasin, xudo asrasin, lekin sizda hech balo yo'q, noldan boshlayapsiz. Ota-onam duosini olib kirib bor kuchim bilan bosib ketaverardim yana. Yana nomni, Anvar nomini ishlab shunga harakat qilib bosardim. Shuni aytmoqchisiz, noldan boshlayotgan inson nom uchun ishlash kerak. Da. Nom uchun juda katta narsa. Bu nima deydi? Yillab yig'iladigan narsada yo'q qilish ham, lekin bir kunda yo'q qilish mumkin. Bitta yomon qiliq bilan yo yomon gap bilan hozir oson bo'lib qoldi-ku. Shuning uchun nomni asrash kerak, asrash kerak, asrash kerak. Mana siz aytasiz 1000 ta, 800 ta, 900 ta, 2000 ta, tam 100 ta, 200 ta kvartiralar yo'qmi? Odamlar masalan shuncha застройка Toshkentda bor. Shuncha застройка bilan ular 100 ta qurishadi, lekin osmon deb tutishadi. Aziz 1000 ta, 800 ta sotdik. Nima? Yo'q. Xudoga shukr, nasibamizga yarasha 1200 siz aytgan 100 ta, 200 taliklarimiz bor. Samarqandda, Toshkentda bor bunaqa obyektlarimiz. Toshkentni ham ko'rsatasizmi? Ha, xudo xohlasa. Xudo Shu 1-2 kunda Toshkentni ko'rsataman sizga. U mana shu viloyatlarimizni qurilishlarni hech kimga ko'rsatmagandim. Mana sizga birinchi bo'lib Shuning uchun millionerlar iltimos like bosinglar, obuna bo'linglar, bizani qo'llab-quvvatlanglar. Samarqandda qurilish bilan Qarshidagi qurilish sifati bir xilmi? Sifati bir xil, faqat Qarshida tannarx qimmatroq. Nimaga? Yuklar kelish yo'l kirasiga birinchisi ta'sir qiladi. Ikkinchisi bu yerda toshqum yo'q. Toshqumni biz Samarqanddan olib kelamiz. Transport logistika. Xuddi o'sha tosh ketadi, xuddi o'sha sement. Hamma narsa o'sha, faqat transportirovka и toshqumni qimmatligini evaziga 9-10% ga farq qiladi narxi. Tushundim. Lekin sifati bir. Sifati bir xil. Qurilishi, remonti, hamma narsasini xuddi shu bir xil qilamiz. Unda xudo xolasa endi ofisga o'tamsan. Da ketdik.夜莺一样只为刀，仔细东来。 Bu shu Qarshidagi obyektimiz, Qarshidagi joyimiz. Sog'lik. Yaxshi. Серьезный ofis ekan-da bu. Ha, серьезный kompaniyada o'zi. Loyiha qiymati qancha? Necha pul turadi bu loyiha? Bu loyiha aka 300 million dollardan ziyodroq. 300 million dollar bitta shu loyihami? Da. Bitta shu loyiha shunaqa. Mana bu ikkita mana bu shuni o'zi 50 million dollardan ziyod. Umumiy hisobda loyihalarning qiymati qancha? Shuncha loyihalar qilyapsiz. Milliarddan ziyod. Necha milliard? Milliard, yo'q, necha milliard emas. Milliarddan ziyod. Bu loyihamiz mana shuni orqasida. Birinchi premium loyihamiz mana shu. Shunda to'xtang. Siz shunda milliarder bo'lasiz-da yaqinda xudo xolasa. Xudo xohlasa, asta harakat qilsak, ishlab tursak. Milliard dollar. To'xtang, cho'tamanda hozir emotsiya ketib qoldi. Do'stlar, milliard dollar
unaqa qiymat hammani qo'shsa milliard dollarlik qiymat bo'lyapti. Unaqa Yo'q, $1 milliard quryapmiz, u qoladi deganimiz. Tushundingiz? Tushundik. Qolishi Aytmoqchimanki, bu narsani hali hech kimga aytmadilar. Mana endi sizlarga eksklyuziv bo'lyapti. Hozir yana qiziq pulli ma'lumotlarni so'raymiz. Ketdi aka. Tepada nima bor bizda? Bu yoqda Otabekning xonasi, mehmonxonamiz. Mehmonxona ham bormi bu yerda? Endi shu yerda qoladigan kunlarimiz bor, nimiz bor. Hamma sharoit qilib bergansizlar. Hamma sharoit bor bu yerda. Hammasini. Bu yerda obed qilishadi. Bu yerda opshanu, opshi kabineti, ishchilarda hammaning kabineti. Bu yerda mana bu Otabekning xonasi. Ha. Shu yerda o'tiradi, majlis qiladi, bolalarni yig'adi, nima qiladi. Hammasi shu yerda o'tiramiz hozir. Hamma dijeyni shu yerda. Da, o'ziga polni sharoitni qilgan jo'ram. Mana bu yerda o'ziga atel sistema ekan-da. Da. Otabek chunki bu yerda ko'proq qoladi-da. Yotib ishlaymiz. Siz har hafta necha marta kelasiz? Men ham har oyda 1-2 kelganimda qolaman. Avval gastitsada qolardik. Endi bu yerda qolsak ham ishonchli, ham mana bu yerda obyekt ko'rinib turibdi, o'sha premium obyektimiz. Mana bu hozir pastiga qiymat bu botga qurilyaptimi? Yoki u? Yo'q, u boshqa. Mana pastda ko'rsatdim-ku, shoshasida yo'qsiz. Premium loyihamiz mana shu yerda. Yo'q, shoshmayman. Siz tam 1 milliard deganingizdan keyin chota menda fikr buzildi-da. Men shoshmayman. Xudo xohlasa milliarder qachon bo'lasiz aka? Yaqin kunlarda. Yaqin kunlarda kam qol. Shunday zo'r zamonda shunday imkoniyatlar bo'lib tursa, tez bo'lamiz. O'zbekistonda ko'payadi. So'rayman-da, xudo xohlasa bo'ladi yaqinda. Milliarder necha yoshda bo'lgansiz? 36 yoshdami, 35 yoshda deydilar, xudo xohlasa yaqinda. Iloy. Xudoyim ol qilim desa hech gap emas. Zo'r. Qarshida shunaqa seryoz narsa qilayotgansiz, men endi ko'rishim. Ana endi shunaqa masshtab, shunaqa narsa ko'rsatmaysizlar. Endi kamtarlik bizda qish bola yo'q, pul yo'q. Yaxshi arziydigan odam bo'lsa ko'rsatadi. Rahmat boringizga shukr. Sizga savol beraman. 17 yil taniysiz ularni. Bitta so'z bilan ta'riflab bering ularni. Bitta so'z bilan yoki 3 ta so'z bilanmi? Endi nima deyman, ko'pda endi uni qanday ta'riflayman? Ota-onasini duosini olgan haqiqiy farzand. Otabek haqida nima deysiz unda? Bitta so'z. Otabek haqida kitob yozsa bo'ladi. Shuning uchun Xudoga shukr, do'stlar, maqtamayman, aniq qilmaymiz. Lekin el, xalq, yurt ko'rib turibdi. Biz shuncha paytdan beri uzoq vaqt tim bo'lib o'rtamizga pul aralashgan. Lekin shuncha yildan beri berganmiz. Ko'rsatayman, shunaqa oqibat o'shash uchun qanaqa tavsiyalar berasizlar? Mana misol uchun shuncha jigarlar bor, urushib ketishyapti, mol-mulk uchun, oddiy bitta gap uchun, oddiy odamlar uchun. Yaxshi ota-onani farzandi bilan do'st bo'lish kerak. Oilada ko'rgan tarbiyasi, oilada ko'rgan muhiti juda ko'p narsaga bog'liq. Milliard dollarlik narxingiz bor, obyektlaringiz bor-da. Pul baxt olib keladimi? Pul baxt olib kelmaydi. Pul ham shu baxtli yashashingizga, baxtli bo'lishga ko'p narsaga sababchi. Yaxshi topganingizdan keyin yaxshi xizmat qilasiz ota-onangizga, oilangizga yaxshi qaraysiz. Ko'p katta savob ishlarni qila olasiz. Shu hammasi chambarchasi, ko'p katta savob ishlar, hamma yaxshi ishlarni qilganingizdan keyin shu pulni anonimiz bilan qilasiz. Avvalo shu. Hop, shuncha mansab hozir bor, shuncha pul bor. Siz baxtlimisiz o'zi? Men bo'lgan paytim, bo'lmagan paytim baxtli bo'lganmiz. Chunki uyimda shunday baxtli ota-onani farzandiman. Otam, onam bir-birini juda yaxshi ko'rishadi. Bizlarda oldimizda biron marta yomon so'z, yomon baqirishib gaplashganini eshitmaganmiz. Yaxshi joyda o'qitishgan. Buni ham hammasiga pul dadam yaxshi ishlagan, borini berib, to'g'ri milliarder bo'lmaganlar, lekin borini faqat uyga tashiganlar. Ko'chaga, unaqa butun
faqat yaxshi narsalarga sarflagan. El xalqqa juda ko'p xizmatlari tekkan. Hozirgacha shu otamni xizmati, yaxshilik qilgan narsalarning orqasidan ko'p narsalarim yaxshi bitib ketadi ishlari. Xudoga shukr, shunday keyin Xudo xohlasa bugun Qarshida mehmon bo'lasizlar. Ertaga Toshkentga qarab yo'lga chiqamiz. Xo'p, keyin mana odamlarga qiziq. Ikkinchi o'rinni berdik. Mana ikkinchi o'rin qo'limdagi, mana ikkinchi o'rin. Uchinchi o'rindagi mana iPhone 17 bo'ldi. Bu soat bo'ldi. Endi soat iPhone 17 dan soat 1 barobar qimmat. Endi bundan 1 barobar qimmat bo'lishi kerak ekanda. Videoni oxirigacha ko'ringlar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Xudo xohlasa biz shartlarni va sovg'ani oxirida aytamiz. Toshkent, Samarqand. Hurmatli millionerlarimiz, hozir biz O'zbekistonning markaziga Toshkentga yetib keldik. Videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki birinchi o'rin nimaligini aytamiz va albatta hozir biz qisqacha ma'lumot berib o'tsam, hozir biz Yangi Toshkent loyihaga keldik. Yangi Toshkentda umumiy hisobda 2,5 million ta odamga uylar qurilyapti. Qisqacha berib o'tamiz sizlarga ma'lumot. Mana o'zlari ham kelyaptilar Anvar aka, lekin bu mashinani men birinchi marta ko'ryapman. Mercedes EQS 450 adashmasam. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, tuzimisiz, charchamayapsizmi? Rahmat, men sizni taqib qo'ysam. Rahmat. Charchamayapsizmi aka, tuzimisiz? O'zingiz qanday? Zo'r, rahmat. Charchamayapsizmi? Bu mashinangizni aytmadingiz bizga. Yangi mashinami bu? Yo'q, bu 2024 olganmiz. Toshkentda turadi bu. Ha, bu Toshkent uchun. Ha, Toshkentda. Har bitta viloyat uchun Escalade Qarshi uchun edi. Bu yerda Mercedes. Yana qaysi mashinangiz bizni bilmaydiganlar bor? Ha, ko'p. Ko'p. Xo'p. Anvar aka, nega aynan Toshkent? Endi Toshkent poytaxt, hamma san'atkorlarda ham poytaxtga qarab intiladi-ku, biznesmenlarda ham shu poytaxtga qarab intilish bor. Bizlar ham shuning uchun poytaxtga harakat qilyapmiz. Bu yerda ham qurilishlar qilamiz, lekin aynan bu yerda ko'p emas. Shu Xudo xohlasa tanlagan viloyatlarimiz bor. O'sha viloyatlarda zo'r narsalar, katta proyektlar qilamiz. Bu yerda ham lekin mayda ish qilmaymiz. Xudo xohlasa katta ishlar qilamiz. Bu yerda Xudo xohlasa nechta uy quryapsiz hozir? Hozir mana shu orqamda turgan binoda Yangi Toshkentda 1000 dan ziyod bu yerda. 1000 dan ziyod. Ha, 1000 dan ziyod. Mirzo Ulug'bekda 300 ga yaqin, bittasida 700 ta Qorasuvda. Uchta loyihangiz bormi bu yerda? Ha. Umumiy hisobda 2000 ta uy quryapsizmi? Xudo xohlasa. Qachon Toshkentga keldingiz qurishga? 4-5 oy bo'ldi. 5 oyda 2000 ta uy mo'ljallayapsiz. Odamlar bu yerda adashmasam 5-10 yillab qursa 2000 taga hali chiqmagan. Ha, Xudoga shukr. Xudoyimni shu bergani ota-onamiz qattiq duo qiladi. Shuning uchun tez bo'layapti-da. Bitta obzor qilishni boshlaymiz. Qilishdan oldin siz aytdingiz, Lunacharskida uchastkom bor dedingiz. U nech pul olgansiz? U yerini o'zini uyi bor edi, eski uy, babulan uyi edi. 430 mingga tushdi bizga. Yeri o'zi nechta sotdi? 5,5 sotdi. 5,5 sotdi. 503 ta. Xudo xolasa qachon bitadi? Mebel ketyapti hozir. Ha, o'sha parcha bitdi. Ha, Xudo xohlasa ikkinchisini olaylik deysiz-ku o'sha paytga. Bo'ldi, unda biz birinchi intervyu mana tugatmasdan ikkinchi intervyuga kelishib oldik. Rozi bo'ldilar, o'zlari taklif berdilar. Unda ikkinchi intervyuni olamiz. O'tda Lunacharskiy uy ko'rsatamiz. Yana nima bor Toshkentda? Ko'p narsalar bormi? Ko'p. Ha, bo'ldi. Unda Xudoga shukr. Siz hozir aytmay turamiz, keyingilarida ko'rsatamiz. Unda keling, bu yerda obzorni boshlaymiz. Biz Qarshiga borganimizda, Samarqandga borganimizda aytdingiz, hammasini pashti sotib bo'ldik. Xo'p, endi Yangi Toshkentda tushunishlik uchun men bu yerda 2-3 ta akalarim quryapti. Bu yerda hali sotuvga hech bola ochilmagan, sotuv ko'pchilik qilmagan. Siz sotuv qildingizmi yo'qmi? Sotuv qildik. Biz shu boshida 3 kun sotuv qildik. Hamma viloyatlardagi ofislarimizda. O'shandan 300 ta xonadon, o'zi 200 ta qo'ydim. 300 tasini sotdik 3 kunda, keyin yana yopdik. 300 ta 3 kunda? Ha. Assalomu alaykum. Bu ko'pmi, kapmi? Siz nazaringizda? Yo'q, men bilaman bu zo'rligini aka, chunki Toshkentda tushunishlik uchun hurmatli millionerlarimiz, obunachilarimiz oyiga 4 ta 5 sotsa, ular xursand. Lekin bular 3 kunda atigi tam 300 ta sotdik deyaptilar. Sir nimada? Men o'ylaymanki, Anvar aka Instagram bo'yicha, marketing bo'yicha juda aqllilar. Ular nafaqat
qurilish bo'yicha ekspert, balki marketolog ham bo'lib ketganlar. Siri nimada aka? Boshqalarga ham tavsiya bering, boshqa quruvchilarga ham, mana misol uchun shuncha quruvchilar yillab 10-15 sotyapti. Siri endi shu yillarda 10 yildan beri shuncha odam ko'rib kelyapti, nechta odam уже olgan. Bu hammasi Xudoyim avvalo Xudo berganida, odamlar ishonchi. Ko'rdi, nimalar topshirdik, nimalar qilib berdik, nima va'da bergan bo'lsak, va'damizni ustidan chiqdik. Shu narsalar bilan sekin-sekin bu yerda yana nomingiz. Ha, Xudoga shukr. Har doim aytgan gaplaringiz nom uchun ishlash kerak. Da. Shu nom uchun bo'lyaptimi bu narsa? Ha, ber endi bu o'zi yangi Toshkent полный premium klassda. Bu yerda oddiy uylar bo'lmaydi. Chunki nima qilinayotgan bo'lsa, e'tibor bersangiz, hammasi premiumda. Hayla kutubxonani qarang. Bu o'rtasida yo'q bunaqa kutubxona. Shunaqa kutubxona, hokimiyatlari, hamma narsasi boshqachada. 300 ga yaqin odam ishlayapti bu yerda. Men ahamiyat berdim. Men mahalladan kirdim-da, o'sha to'rtta qurilishni ko'rdim. U yerda bo'lsa 10-15 odam. Men yerda men ko'ryapman bir nechta bo'ldi? 100 ta bor-da. Hozir buni yangi yilgacha tugatishimiz kerak. Mana shu 9 ta blokni yangi yilgacha tugatishimiz kerak. Keyingi 10 ta blokni Xudo xohlasa 26-iyungacha tugatamiz skeletini. Umumiy topshirishimizni bu yil mana shu paytlarga topshiramiz, mana shu loyihamizni topshiramiz. Xudo xohlasa. Hozir sotuvda bormi uylaringiz shunda? Hozir ochmayapmiz. Chunki mana qo'shnilarimiz ochgan 25 million, 24 million sotishyapti. Kutaylik. Qo'shnilarimiz 30-35 millionga chiqqan paytida biza keyin ochamiz 20-25 million, keyin biza sotamiz. Tushundim. Umumiy hisobda bu loyihaga qancha investitsiya kiritilyapti? Bu loyiha umumiy summasi 110 million dollarlik loyiha. Bu yerda 1000 ta xonadonga 1076 ta avtoparkovkasi bor. 110 million deyapsiz, to'g'rimi? Ikkita loyihangiz necha pulda? Necha investitsiya, necha pullik? Mirzo Ulug'bekni o'zini joyini 14 millionga oldik. Yo'q, auksionda. Yo'q. Egasidan, yerda egasidan sotib oldik. 14 million. Bitta loyihamizni o'zini 3 millionga oldik. Investitsiya kiritilayotgan investitsiya umumiy Toshkentda necha pul shunda? 200 milliondan oshadi. 200 milliondan. Eslatib o'taman. Kecha o'layotdilar, umumiy hisobda investitsiyalar 1 milliard dollar. Toshkent atiga 20%. Bu degani qolganlar 80% degani. Mana. 1 trillion 166 milliard. Sizlar o'ylamanglar, biz oddiy gapirmaymiz. Bu yerda har bitta narsa fakt bilan Anvarga gapirdilarmi, Anvarga qiladilar. Zo'r, voy. Mana kim sizlarga bu gapiradi menda 1 milliard bor, 500 million bor, 100 million bor. Mana kim ko'rsata oladi bizda? Ha, Xudoga shukr. Yaxshi zamonda zo'r anada yashayapmiz. Xudoga shukr. Ustalarimiz, mana shular ham Samarqanddan kelgan. Bu yoqda Qoraqalpoqdan kelgan ustalarimiz bor. Xudoga shukr. 12 ta viloyatdan ustalarimiz bor. Ishlashyapti. Birga. Mana shular avval Rossiyada ishlashgan. Rossiyada ishlash ishini tashlab kelib to'liq bu yoqqa o'tib ketdi. Bular avval Rossiyada 1000 dollar, 1200 dollar topgan ekan. Hozir bular shu yerda ishlab eng kam 12 million, 13 million jo'natar ekan. Mana brigadiri 4 yildan beri bizda ishlaydi. Damas oldi, Gentra oldi, to'y qildi, hamma narsasini qildi. Xudoga shukr, zo'r zamon, zo'r. Bu degani Rossiyada chet ellarda ishlayotgan insonlar kelib ham bizda ishlasa shu pul topish mumkin. Uje bemalol bu yerda topadi. Yaxshi. Agarda sizlar ham Rossiyadan va boshqa davlatlardan bo'lsanglar, ketgan pul uchun ketgan bo'lsanglar, kelinglar, mana bizda hali ish o'rin ko'p bizda. Ha, juda. Men Instagramimga postoyanni qo'yib boraman. Ish o'rni, hamma narsa. Ko'plar aytadi, nima uchun ish o'rnini qo'yasan? Instagram bu xalqniki, bu hamma narsani aytaman yo'qda. Hamma ishni ham kelinglar, ishlaylik, birga qilamiz, hamma narsani aytamiz. Tushunishlar uchun umumiy hisobda ularda hozir 2700 ta ishchilari bor va 20 mingtagacha qilmoqchimidingiz? Xudo xohlasa 2030 gacha 20 mingta qilamiz. 20 mingta ishchi o'rni bor. Tak что kelinglar, Anvar akaga yozinglar, usta bo'lsanglar, zo'r bo'lsanglar, mutaxassis bo'lsanglar, почему бы nafaqat usta, marketing, moliya juda ko'p yo'nalish. Hamma yo'nalishda. Ketdi. Anvar aka, yana meni bitta savolim bor-da. Shuncha ishchingiz bor. 2700 ta ishchi bor-da. Ular bilan mana biznesmenlarga tavsiya.
ishchilar bilan qattiq qo'l bo'lish kerakmi yoki ular sizni yaxshi ko'rish kerakmi? Yo'q, yaxshi ko'rish kerak. Yaxshi ko'rish kerak. Qattiq qo'l bo'lganda urishib, so'kib hech narsaga erishib bo'lmaydi deb o'ylayman. Men o'zim masalan xodimlarimni 90% 10% bordir. Ish qila olmaganiga baqirgandirman. Lekin 90% bilan qo'limdan kelgancha nima deydi, bor mehr bilan gaplashamiz. Chunki shular sabab, shular yaxshi ishlagani, nom uchun ishlagani uchun menda yaxshi bo'lyapti-da. Agar ular bemalol, hammasi har xil nima deydi, va'da bergan narsalarni qilmay, ular o'zini badaniga his qilmay ishlasaga, bu narsalar bo'lmasdi ham deb o'ylayman. Bu shu obyektimiz, hozirgi chiqqan obyektimiz 4 gektar joyda. Sizni joyi sentrdanmi yoki chekkadanmi? Ing sentrida. Toshkent bo'lsa, vazirlik, bu yoqda hamma vazirlik, bu tomonim ham universitet, bu tomonim universitet, hokimiyat mana bu yerda 500 metr. Toshkentning misolida bu Drujbanarodov. Undan ham zo'r joy. Undan ham zo'r. O'zingizga ham uylab qo'ydingizmi bu yerda? Uy bunaqa narsa, qora kunga degan narsamiz yo'q. Otam o'rgatmagan u narsaga. Faqat magazinlar olib qo'ydim. Sotmaysiz magazinlarni? Yo'q. Hamma magazindan pul qiladi, kommersiyadan. Misol uchun buni 18 millionga sotib, buni 40 millionga sotishadi. Hozir ham shunday sotishyapti. Bu markazda-ku, sentrda bo'lgani uchun buni faqat arendaga olib qo'ydim. Nechta bu yerda magazin taxmini bo'lishi mumkin? 12,000 kvadrat. Nechta olib keladi oyiga? Yilligami? Yo'q, oyiga xudo xohlasa to'liq bersam 200 mingdan ziyod olib keladi. 200 mingdan yiliga 2 million 800 atrof. 2 million 400 atrof. 2 million 400 atrofida chista arendaga olib keladi. Xudo xohlasa 3-4 yilda men Qarshi, Farg'ona hammasi bitgandan keyin 3-4 yilda kami 1 million 1,5 million faqat arendadan teramiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Katta ishlar qilamiz, Diyorjon, birgalashib. Xudo xohlasa. Men Anvar akaga shunaqa narsa ahamiyat berdimki, nimadir bo'lsa birgalashib, nafaqat menga, balki ke san nimadirdan so'msa, zo'rmasa, ke birga nimadir qilamiz, san ham pul top. Faqat men emasda, ularda san pul top, san pul top, san pul top. Menga bir tiyin sandan kerak emas deydilar. Men hayronman, nimaga shunchalik nima bor? Boshqalarga planlaringiz bormi ishingizda? Yo'q. Qancha kuchli odamlar yoningizda bo'lsa, biling, sizga foydasi tegmasa ham hech bo'lmaganda pul so'rab kelmaydi. Hech bo'lmaganda. U endi pul so'ramaydiganlar emas. Pul so'raydiganlar ko'pmi? Xudoga shukr. Bo'ladi. Yo'q, Xudoga shukrmi yoki endi so'rab turganini o'ziga shukr. Xudo berar qo'l qilib qo'yganiga shukr. Kimlarga pul bermaysiz? Qarz kimlarga bermaysiz? Qarz bir marta beraman. Qaytarmagan odamga hayotda bermayman. Bir marta. 50 million so'radim, 5 million beraman. Bitta ko'radi. U обязательно qaytarmaydigan odamlar ko'p. Beramiz, qaytarmasin mayli. Bu shuniki, ketdi. Zato bo'ldi, 5 million bilan qutuldingiz undan. So'rab, minnat qilib bunaqani qilmaymiz, zato shu bilan qutulamiz. Qarz so'ramaydi-da. Qarzimni qutulaman desa, kreditimni yopaman, bir bank bir balo qilib qo'ydim desa, bunaqa narsalarga bermayman. Mana yaqinda to'xtab qolgan bitta quruvchiga, aka, chiqib ketay shu narsadan, menga plita bilan gazoblok yordam qilib turing dedi. 1 milliardga yaqin berdim. Masalan, ertaga qurib tugatadi, Xudo xohlasa. Lekin qachon qaytarishni bilmaysiz. Yo'q, tugatsa qaytaradi, Xudo xohlasa. 3 yil, 2 yil. Mayli, zato o'sha odam shu 137 ta xonadon sotgan, o'sha xonadon egalarining oldida yuzi yorug'. U odam ham jalka emas, masalanda, quruvchi ham jalka emas. Lekin u 137 ta odam unga ishonib kelgan. U bechoralar misqonlab yig'ib to'laganda, ularni kuydirib ketishi. Lekin sababchi bo'ldim. Xudoga shukr, Xudo shunaqa sabab chiqib qo'ydi, zo'rda. Mana Anvar aka juda samimiy, juda qo'lboshchi insonlar. Shuning uchun like bosishni unutmanglar, chunki bunaqa informatsiya hali hech kimga yetmaganlar. Boshqa loyihalarga boramizmi yoki o'ta qiziq narsalar yo'qmi aka? Katlavanda hammasi. Men sizga xohlasangiz borib o'zlaringiz ko'ringizlar. Men bitta tadbirim bor, lekin bitta joyga aytilganman. Tadbiringiz bor, unda sekin tugatamiz deyapsiz. Bo'ldi. Unda sekin tugatishimiz uchun odamlar savollar bergan. Shu savollarga javob bera olasizmi? Bo'ldi. Bir aylanib, bunaqa proyektlaringizga javob bersangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p. Ketdi. Qaysi xatoyi sizga eng qimmat tushgan? Qaysi xatoyim? Bitta yaqin qarindoshimga ishonganim eng qimmatga tushgan. Ko'p mehrimni berganman, ko'p ishlarni o'rgatganman, lekin u kirisalik qilib
menga qaytib odamlarga bunaqangi qattiq ishonmaslikni o'rgatib ketgan. Lekin dars bo'lgan. Endi Xudo xohlasa qanaqa bo'lgan aka? Odamlarga ham bunaqa mayli. Yo'q, uni ochiqlamaganmiz, ochiqlamaymiz. Pul jihatdan eng katta xatoingiz nima bo'lgan? Eng katta 1 milliondan ziyod ketgan men. Oti nima edi? IT sohasiga tikkanmiz. 5-6 ta bo'lim edi. 1 millionga yaqin pulimiz kirgan. O'xshamadi. Tamom yopdik. Nima qilmoqchi edilar? Shu programma mana shunaqa quruvchilarga foydasi tegadigan, hamma narsani bozorni bitta joyga kirgizadigan narsa qilayotgandik. O'xshamadi. Keyin qilmadik u narsani. Boshqaga qaytib qilmaysiz bu narsani? Yo'q, lekin IT sohasiga kiraman ba. Ha. IT sohasi men uchun juda qiziq, u sohada juda katta pul bor. Shuning uchun ko'pchilik ham tavsiya qiladi Shunday. kirish uchun. Bilasiz nima uchun katta pul bor? Katta pullik ana narsa. Pul ko'p-da. O'zbekistonda ham boshqa joyda ham. Shu bitta narsani aytaman-da bolalarga. Bolalar, pul ko'p, yaxshi ishlash, yaxshi narsalar ko'p. Lekin shu pul bizaga tushsa, yaxshi odamga tushsa yaxshi deyman. Agar shu pul yomon niyatli, g'araz odamlarga tushib qolsa, undan yomoni yo'q. Shuning uchun kelinglar, shularning qo'liga tushmasin, biza bosib ishlaylik, bizaga tushsin, biza elga, xalqqa foydamiz tegersin deymiz. Niyat yaxshiligini qaraylik. Niyatimiz yaxshi bo'lsa kerak. Xo'p, keyingi savol. Mana ko'pchilik so'rashyapti. O'zi erkak kishida necha yoshda uyi, mashinasi bo'lishi kerak? U narsa peshonasiga yozilgani bo'ladi. U shunchada bo'lish kerak, bo'lmasligi kerak. Bugun bo'lmadimi, ertaga bo'ladi. Harakatni to'xtatmaslik kerak samiglan. Mashhur gap chiqib ketdi-ku, atlet samiglan to'xtamadi. Biza atlet demaymiz. Millioner samiglan to'xtama. Bosaver, ota-onamga qilaman bir zo'r narsa bo'lsa, farzandim uchun qilaman, elga, xalqqa yordam tegadi-da, zo'r bo'ladi. Bu yoshlarga-da, endi men sensirab ana qilganimga tushundim. Yo'q, mana misol uchun sizni birinchi mashinangiz necha yoshda bo'lgan? Birinchi mashinam 22 yoshimda bo'lgan. Qaysi mashina? Damas. O'y sotib olgansiz. Birinchi uyingiz? Birinchi uyim 30 yoshimda bo'lgan. 30 yoshimda. Chunki to bir yaxshi natija, yaxshi ishga erishmaganim uchun unaqa katta narsa qilib tashlamaganman. Chunki otam qo'ymagan. Mashina olishimga qo'ymagan. Men 2022-yildan yaxshi mashinalarni olishni boshladim. Ungacha faqat topshirish kerak, qilish kerak, bolam bosish kerak, xalqqa qilib beraman degansan, buncha vaqt topshiraman degansan, faqat shu gap bilan strog ushlab kelganlar. 2022-yilgacha kelib, o'sha 1000 dan ziyod xonadon topshirganimdan keyin asta-asta ishontirganman. Dada, mana yurtimiz tinch, hozir davlatimizda hech qanaqa yo'q. Kim nima mashina minayapti, nima ish qilyapti, nalogini to'lab, hammasini joyida qilsa, prezidentimizni o'zi qo'llab turibdi deb ishontirganimdan keyin dadam ham bitta minib, ko'rib, ana qilgandan keyin. Shunda necha yosh bo'lgansiz? 31, 32 yosh. 31 yoshda mashina olish uchun ruxsat so'ragansiz. Yo'q, hali ham so'raymiz, Xudo xohlasa. Meni otam bobomdan 65 yoshlarida ham e'tibor berganman. Yakshanba kuni shaharga kelardi, dadam bilan uyda yashashga. Yakshanba kuni biron joyga chiqishiga, otam men mana shu yerga chiqib kelsam maylimi deb chiqib ketardi. Primoy chiqib ketish yo'q, men shu tarbiyalar ko'rganman. Dadam meni otamni, onamni, kattatam, katta onamni-da juda qattiq hurmat qilgan. Juda ham ko'p duo olgan dadam. Xudoga shukr, dadamga hozir nima deydi? Men o'ylayman qaytayapti deb. Xudo xolasa. Ertaga Xudo xohlasa menga mana shunday shu dada deganingizga siz yaxshi farzandmisiz yoki yaxshi otamisiz? Yaxshi otaman. U narsani aytish qiyin. Endi ertaga farzandim katta bo'lsa, qilgan natijasidan bilaman. Yaxshi otamanmi, yo'qmi? Nega hozir yaxshi farzandsiz? Yaxshi farzand bo'lishga harakat qilyapman. Yaxshi farzandman deya olmayman. Chunki uni ota-onam aytadi-da, qo'limdan kelgancha borimni berib harakat qilyapman. Vaqtim bo'ladi, boricha masalan otam bilan suhbat qilishga 4 soat, 5 soatlab suhbat qilaman. Yilda birga aylanishga harakat qilyapman. Juda ko'p xizmatlarni qilaman. Yo'q, hozir kam. Avval ko'p qilardim. Hozir yiliga 2 marta, 3 marta chiqaman. Yiliga multimillioner yiliga 2 marta chiqadi. Nimaga shuncha pulingiz bor-ku? Yo'q, ishim ham ko'p-da. Pul bor, vaqt yo'q. Shunday bo'ladi. Ba'zi payt vaqtlarimiz bo'ladi. Endi Xudo xohlasa, men bundayda bir pik bo'ladi. Hozir chiqishga yana qiynalyapmiz-da.
men bilyapmanki, shu tepaga, yuqoriga qarab yuryapmiz. O'sha paytida ana bo'lib qoladi. Yana bir tekis bo'lib qolgan paytida yiliga 10 marta, 15 martalab chiqamiz. Yana bemalol bo'lib qoladi. Lekin shu holatimizga ham Xudoga shukr, vaqtimni ajratib. Meni birov uyimga izlab kelmaydi, qarzingni ber nomard deb. Yo birov orqamdan izlab yurmaydi, bir ish qilib qo'yding mana bu ishni, qayerda ekan topish kerak deb. Xudoga shukr, emin erkinman. Prosta ishim ko'p, va'da bergan anonim ko'p, narsalarim ko'p. O'sha narsalarni qilishim kerak. Bizlar bir hisob kitobda olsak, boshida talashamiz. Diyorjon, men shu kuniga beraman, men buncha pulni beraman. Yo'q, buncha berasiz desa talashaman. Nima uchun? Boshida talashaman, shu keyin atmaska qilib, qochib yurib, bugun bo'lmadi, erta bo'lmadi deb ana qilmaslik uchun. Avvalo Xudo bersa, o'sha vaqtida qilasiz. Lekin o'sha niyatingizga, qilgan harakatingizga qarab keyindan Xudo ham berar ekanda. O'sha uchun vaqtida uzishga, vaqtida hamma narsani yopishga harakat qilganim uchun ham hozir ishonasizmi? 20 million dollardan ziyodroq ko'chadan qarzim bor. Sizga odamlar qarz. Men qarzman. Ha, siz qarz. Yuk olganman, kimdan armaturadan, kimdan anadan. Lekin %100 ishonishadi. Chunki bilaman, men shu paytga aytganman, oyma-oy beraman, o'sha ishimni qilaman. Hech qanaqa bir bugun beraman deb ertaga ofisga kelgandan keyin men 10 ming dollar deb kamgina berib ana qilmaganmiz. Vaqtida hammasi kelishuv bor. Xudoga shukr, qo'limdan kelgancha. Mumkin kech qolgan bo'lishi mumkin, 10 kun, 15 kundir. Lekin shu oy beraman degan narsam 3 oy, 5 oylab cho'zib aldab qilmaganman. Chunki meni nomimni saqlashim kerak. Men ertaga milliardlar ustida ishlagan paytimda o'sha milliondagi nomim milliardlarda ishlab beradi. Xudo xohlasa. Bitta odam yozdi. Mana siz qishloqdan chiqqan multimillionersiz. Boy bo'lish qiyinmi yoki puli yo'q bo'lish qiyinmi? Puli yo'q bo'lish qiyin deb o'ylayman. Chunki puli yo'q odam ko'p orzu-havas, ko'p narsani qila olmay qoladi-da. Ko'p armon, ko'p narsalarga ulgurmay qoladi. Shuning uchun boyni aytganimdek inson zot erkak kishi bosish kerak, harakat qilish kerak. Uni orqasidan qarab turgan odam ko'p. Masalan, men bitta narsaga mazza qilaman, qishlog'imga borsam, to'yga borsam mazza qilaman. Chiqadi, unisi keladi, bunisi akam, ukam gaplashaman. Shu qishlog'imdan shunday chiqdim deyman. Lekin o'shanday aka-ukalarimiz bor. Bosib harakat qilish kerak. Mana shu puli yo'q insonday bo'lib qolib, u birovning oldiga boradigan emas, uni oldiga odamlar keladigan bo'lish kerak-da. Lekin qila oladi. Biz o'zbeklarimizda, o'zbekistonliklarimizda juda kuchli insonlarmiz. Biz shu paytgacha bobolarimizda aytib maqtanib keldik, hozirgacha. Endi yangi O'zbekistonda bizlarda aytib maqtanadigan zamon qilishimiz kerak. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Maqsad shu. Maqsad shu. Yaxshi ish, yaxshi nom, Anvar nomini shunday olib ketmaslik. Prezidentdan otamga rahmat olish, ko'p maqsadlar, ko'p. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Keyingi savol. Yoshligingizda qaysi insonga o'xshayman deb havas qilgansiz? Ota-onadan tashqari. Yoshligimda? Yoshligimda emas. Hozirgacha. Men Murod Nazarovni ustoz deb bilaman, lekin o'xshashni xohlayman Jahongir Ortiqxo'jayevga. Nima uchun? Juda ko'p odam, millionlab odamni anonsida yuradi. Nima deydi? Hamma sohada ishlab ko'rdi, zo'ri bo'lishga harakat qildi-da. Xuddi shunday. Men o'zim 1-2 marta borib salomlashib ana qilganimda juda yanada ortganda, Xudo xohlasa shunday bo'laman. Ziyod bo'laman. Siz tanirmikanlar? Balkim, endi bilmasam. Lekin Xudo xohlasa tanishamiz, biron kun ko'rishamiz. Bitta chorrahada biron kun ko'rishib qolamiz. Xudo xohlasa yaxshilik bilan ko'rishinglar. Iloyim, yaxshilik bilan ko'rishamiz. Men birorta odam bilan yomonlik bilan ko'rishmaganman shu paytgacha. To'g'ri, zo'r. Keyin o'tmishga qaytganingizda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Qaysi xatoingizni? O'tmishga qaytganimda menga onam juda ko'p kitob o'qish kerak deb tayinlagan, repetitorlarga berganda, ana shu paytlar o'qimaganman. Inglizcha ham bilaman, lekin agar onam aytgan paytda o'qib, shu o'qishga mehrimni berganimda, hozir ko'proq 80-90% bilardim. Ko'proq til, ko'proq narsa bilardim. Menda o'zim ba'zi paytlar intervyularim, bir narsalarimda kamgina chiqib qolsa agar aytamanki, shu ko'p kitob o'qiganimda yaxshi gapiradigan bo'larmidim balki.
parazit so'zlar yo'q bo'lib ketarmidi, oratorligim kuchli bo'larmidi deb qolamiz. Oratorligingiz yaxshi-yu. Endi undan ham yaxshiroq bo'lardimi deb o'ylaysiz? Yaxshi, sizni ko'zingizga yaxshi-da. Bu sohani egalari eshitsa, bu bolada pul bor ekanligini gapirish bilmagan deb qo'yadi. No, shu eng katta xatoyi shu bo'lgan deb o'ylaysiz. Shunday. Keyingi savol. O'zbekistonda necha yoshda millioner bo'lish mumkin? O'zbekistonda 18 yoshdan uyog'iga bemalol mumkin. Nimaga? Bemalol. 18 yoshdan o'tgandan keyin qilib tashlasa bo'ladi. Hozir Xudo xohlasa ko'rasiz. Yaqin 1-2 yilda 18 yosh, 16 yosh millionerlar ko'payadi. Nimaga Chunki unaqa IT soha ko'p o'zini ustida ishlaydigan hozir programmistlar ular ko'payapti. Ana shular Xudo xohlasa 16 yoshda ham, 18 yoshda ham millionlari bor bolalar bo'ladi. Eng yosh tanigan millioneringiz necha yosh? Eng yosh taniganim bilmayman. Bundan ham bilmayman. Lekin bir vaqtlar orzu qilganman. Men bankka borib 3 milliard kreditni ustida ishlatgan paytimda 2016-yil 3 milliard kredit olishim kerak, parnik qilaman, u qilaman, bu qilaman deb chopib yurgan paytimda mendan 5 yosh kichkina bola shunday kelib 70 milliard so'mga o'sha paytda 70 milliardingiz adashmasam 14-15 million dollar bo'lardi. Shunday kreditni hal qilib chiqib ketib, 20-21 yoshli bola kelib taq hal qilib chiqib ketgan. 15 million dollar narsa olib ketgan. Kreditlar hal qilib. Biz bank upravляющисini oldida kutib o'tiribmiz. U odamni bank upravляющisi kutib o'tiribdi. Zo'r edi. Havas qilganman juda. Keyingi savolimiz. Eng qimmat sovg'a nechi pul bo'lgan va kimga bo'lgan deb so'rashibdi. Eng qimmat sovg'a hozircha shu Otabek jo'ramga bo'ldi. Omon uy. Ha, o'zimni uyimda berdim. 350 mingliklar sovg'a. 400 mingda uydiz-ku? Endi u qarangda naqd hisobda. Ha. Onu aytsak 500 minglik deb ham aytsa bo'ladi. 1 million desangiz ham. Realность shunaqa. 350 ming dollarlik sovg'a eng qimmat sovg'angiz bu sizni og'ayningizga, jo'rangizga ketgan. Shunday. Xudo xohlasa maqsad bormi? Million dollarlik ham sovg'a berish? Da. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Hammamiz million dollarlik sovg'a beruvchi bo'laylik, Xudo xohlasa. Endi bizani shuncha intervyuimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Anvar akaga kattakon rahmat aka. Boringizga shukr, to'g'risi. Men o'ylamadim unaqa narsa bo'ladi. Men o'yladimki, prosta gaplashamiz, nimadir ko'rsatdilar, lekin har bitta narsani ko'rsatdilar, har bitta narsani faktlar bilan keltirib berdilar va Xudo xohlasa endi birinchi o'rin berishimiz kerak. Birinchi o'rin nima beramiz aka? Eslatib o'taman. 3-o'rinimiz bizda iPhone bo'ldi, qarshida gapirdik. Ikkinchi o'rinimizda mana bu sovg'amiz bor. Ikkinchi o'rin shu. 3000 dollarlik sovg'a. Endi nima berasiz birinchi o'ringa? Eng yaxshi ko'rgan mashinam Damas. Damasda orqasidan yaxshi pullar ishlaganman. Halol, zo'r pullar ishlaganman. Hozir ham halollidan ishlashga harakat qilamiz. Damas beraman. Birinchi o'ringa Damas. Damas. Shu paytgacha ham 3-4 ta Damas sovg'a qildim. Buni ham Damas qilamiz. Shu YouTube olgan odam nima deydi? Mendan 10 martalar zo'r bo'lsin-da, juda katta ishlar qilsin. Faqat o'zingiz haqqo halol qilib aniqlab berasiz. Men sizga mana ertaga Samarqandga borsam, hammasini o'sha qilib, anonsi bilan berib qo'yaman. Tarqatishi sizdan. Bo'ldi. Unda sovg'a sizdan, mana tarqatish va men uslubiga gapiraman. Unda keling nima qilamiz? 3 ta sovg'ani 30 kunga bo'lamiz. Xo'p. 3-sovg'a iPhone 17 Pro nima qilamiz? 10 kunning ichida eng ko'p prosmotr olganga qilsak, ya'ni bizda ko'p yoshlarimiz bor, Instagram yurishyapti, hozir marketingga qiziqyapti. Bizani YouTube rolikimizda qisqa reels kesib Instagramga joylaydi. Misol uchun kimdir 10 ta, kimdir 100 ta, kimdir 1000 ta joylashi mumkin. 10 kunning ichida kim eng ko'p prosmotr olsa, iPhone 17 Pro beraylik. Bo'ldi, gap yo'q. Biz shunaqa guruh yaratamiz. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, opisiyaniyasida ссылка bor. Bu guruhga kirasizlar, statistikalarni har kuni tashlab borsanglar, biz oxirida hisob-kitob qilamiz. 3-o'rin shu. Ikkinchi o'rin mana bu soat, 3000 dollarlik soat. Buni qanaqa beramiz? Xuddi shunaqa shartlar bo'ladi. Instagramga post qo'yish kerak bo'ladi. Qancha ko'p post qo'ysa, shuncha zo'r. Kim eng ko'p prosmotr va kim eng ko'p like yig'sa. Zo'r. Unda birinchi o'rin bu eng qimmat o'rinimiz bizda Damas.
$7000 mi hozir taxminan? Bilmayman. 90 bilanmi shunday 90. Taxminan 7-8 ming dollarlik sovg'a. Uni ham shunaqa shart qilamiz. Instagramda aniqlaymiz. Kim eng ko'p prosmotr, kim eng ko'p like, kim eng ko'p kommentariy va repost yig'sa 4 ta kriteriyani 30 kunda aniqlaymiz va haqqoni berib yuboramiz. Sizlarning shartinglar shu bo'ladi va har kuni guruhda tashab ketinglar statistika bilan. Chunki biz haqqoniy tekshiramiz, tanish bilishli yo'q bo'ladi. Hammasi haqqoniy. Xudo xohlasa Anvar aka sizga kattakon rahmat. Xudo xohlasa bu birinchisi bo'lsin, lekin oxirgi bo'lmasin. Har doim sizni xizmatingizda yuraylik. Siz xalq xizmatida, biz millionerlarning xizmatida yuraylik. Xudo xohlasa xalq xizmatida yuraylik va hammaga rahmat. Sizlar bilan Anvar Temirov va Diyor Mirzaybayev yaxshilikda ko'rishaylik. Rahmat aka. Sog' bo'linglar, charchamangizlar. Zo'r.